Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Jasorat munbirga xush keldinglar. Biz Uyg'urlarda bir xil tasvirlash bor, ya'ni ziyolilar millatning vijdoni deydigan. Hozirgidek jiddiy vaziyatimizda, ya'ni millatimiz hayot-mamotlik halqida turayotgan bir mezgilda bizning chet eldagi ziyolilarimiz orasida bir qism ziyolilarimizniki xalqimizning kulgisini kulib, yig'isini yig'lab, vijdoniga tushliq ish qilayotganligini, xalqimizniki haqiqiy vijdoni bo'layotganligini ko'ryapmiz. Va shundaqla yana bir qism ziyolilarimizniki qandaqdir o'z manfaati, yaqin do'stlarining manfaati va yoki boshqa obro'y, shon sharafga qatorliqlarni asos qilgan holda yashayotganligi va shu ohangda ovoz chiqarayotganligini ko'ryapmiz. Bugun ekranimizda ana shundoq boya beshida tasvirlaganimdek bir vijdonliq ziyolilarimizdan birini taklif qildik. Ekranga taklif qildik. U bo'lsa-mu bizning hurmatli doktorimiz Mamtumin A'lo apandi. Assalomu alaykum, hurmatli Mamtumin A'lo apandi. Jasorat munbirga xush keldingiz. Bu yerda men nimani tamam. Aldı bilan sizningki bir asringizdan gap boshlasak, chunki Uyg'urlar orasida boya deganimdek shu bizniki ziyolilarimiz xalqqa nima qilib beryotidi deydiganga xalqimiz pek diqqat qiladi. Buningda sizning bir asringiz xalqimiz orasida qattiq ta'sir qo'zg'adi desak bo'ladi. Ham nihoyatda yaxshi bag'ga erishib kelmoqda. U bo'lsa-mu Uyg'urlar psixologiyalik urushda degan asringiz. Endi siz mi bilasiz, chet elda Uyg'urlarniki kitob o'qish sharoiti degandek yaxshi emas. Ba'zilari Turkiyadagilarniki yaxshiroq. Endi chunki bu kitoblar asosan Turkiyada bisilib, Turkiyada tarqatilg'achqa u yerdagi qarindoshlarimiz bevosita kitobni setib olib o'qish sharoiti bo'ladi. Boshqa masalan Yevropa, Avstraliya, Amerika qit'asidagilar asosan Türkiye'ye borgan vaqtlarda setib olganni hisobga olmaganda ba'zilari zakaz qilib masalan Turkiyadan keltirib o'qiydiganlar borki, demoqchimanki bu kitobimizni o'qiganlar bor, o'qimaganlar bor. Ammo bahoni, har xil baholarni, yaxshi baholarni anglab kelyapmiz. Shunga bu savolni boshlashimdagi maqsadim shu temasiga asosan, ya'ni Uyg'urlar psixologiyalik urushda debsiz. Ya'ni Uyg'urlar qanday psixologiyalik urushda hozir? Bu yoqda qisqa bir kitobimizning mazmuniga bog'lab turib bir tushuncha beramiz? Bu kitobninki psixologiyalik urushda deyishning sababi albatta bu kitob siyosiy urush haqida kitob emas. Yoki haqiqiy urush haqida kitob emas. Bu faqat psixologiyalik urush. Ya'ni Uyg'urlarning Xitoylar o'rtasidagi 1949-yili Uyg'urlar Xitoylarning mustamlakasiga tushgandan keyingi tariximizningki psixologiyalik nuqtadan yo'ritib berilishi. Buningda biz shu 70 necha yillik tarixda biz o'zimiz tarixdan beri tushunmagan, ta hozirgacha tushunmay kelgan bir millatninki bizga solgan g'oyat zo'r bir psixik tajovuzchilikka uchrab keldik. Ammo biz buni his qilolmadik. Bu xuddi kitobim deganimdek bu isteksiz bir urush holatida bo'ldi Xitoylar bilan. Bu butunlay bizning menimizda Menglar bilan menglar o'tirishdiki, hissiyotlar bilan hissiyotlar o'tirishdiki, qimmat qarashlar bilan qimmat qarashlar o'tirishdiki, shundaqla vijdonlar bilan vijdonlar o'tirishdiki bir intayin hayot-mamotlik bir to'qinish, bir urushga kirdik. Ammo ko'pimiz buni his qilolmadik. Uning ustiga bizda bu 70 yillik ahvolda bizda Xitoylar bilan qurol ko'tarib urush qiladigan bir ahvolimiz yo'q. Ya'ni biz 49-yilda o'zimizning milliy armiyasimizni Xitoyninki ozodlik armiyasi tarafidan tinch yo'lda atalmış Şinjanni ozod qildi deyilgandan keyin bizning milliy armiyamiz asosan tugadi. Demak, milliy armiya tugadi degandan keyin bir millatni o'zini qo'llash iqtidori tugadi degan gap bo'ladi. Shundan keyin 70 yillik tarix psixologiyalik, ya'ni siyosiy psixologiyalik bir urush tarixi bo'ldi. Abay deganimdek bu ikki kuch o'rtasidagi bir to'qinish bo'ldi. Bu to'qinishninki eng oxirisi Xitoylarninki qat'iyam bilan oxirlashdi.
Demek Xitaylarning qat'iyatining yana bir nuqtasini Uyg'urlarning kallasini üzülkisi Hı. yoki butunlay qaytadan o'zgartib shakllantirib chiqarish yoki inglizcha qaytadan injenerlik qilib chiqarish yoki reengineering Hı. yoki buni bo'ysunmagan kallalarni va bu kallalarning egisini jumladan ziyolilarning hammani qatl qilish. Xitoylarning maqsadi intayin aniqdi. Hı. Hamda mening bu kitobda yozganlarim bu qadar bo'lgan bilan yozmaganlarimni o qadar hasratli. Nima uchun degan vaqtda men 2017-yilda bu kitobni yozib bo'lgan vaqtimda buningning uchidagi mana shu qatliam to'g'risida men hech nimani deyolmaganligimga hozirgacha ko'nglimda bir hasrat o'tiba bir gunoh tuyg'usi o'rganadi. Chunki bir yilga qolmay ilib berilgan bu qatliamni bizdeki hech qaysimizniki ko'ranmasligi va bilinmasligi hech qanday bir shapini hech qanday bir yerda deyolmasligimizning o'zimi bizning bu urushda qancha tayyorliksiz kirganligimizni va bu urushda qanchalik nurg'un narsalarda o'zimizning bexuquqimizni qilib kelganligimizni aniq tushuntirdi. Buni eng chong o'qituvchilarningki birisi men oldimda o'tiribdimanda. Shunga bu kitob bir tarafdan shu 70 yillik tarixni 70 yıllık tarihte psikoloji cihetini yakınlasa, yana bir tarihte 70 yıllık tarihinin yakınını çıkaramagan bu cihetin mağlup olan bir kitap değişken. Hepimizde bu sorun. Rahmet. Endi bu eserimizde bir üç cümleni ben okup çıkay, anadaki bu to'g'riliq savol so'rayman. Sayfiddin siyasi ideologiya tarafidan aldı burun tanlangan, şuna erkin iradesini yo'qotgan tragediyelik ve ziddiyatga to'lgan shaxsdir. Darhaqiqat, uning vujudida bir qahramonlik bor. Ammo u xalqning o'zidan kutgan umidini rad qilgan qahramondir. Ya'ni u bir qahramon sotqindir. Uning sotqini vatan emas, tuproq emas yoki xalqning boyligi emas. Uning sotqini haqiqiy ozodlikqa tashna xalqning o'zidan kutgan umididir. Meselenin içinişlik tarafı şu ki, o özünü qahraman deb qarash sabablik özünün satqınlığını bilmey ötken bir siyasi mağlubiyetçidir deb yazıpsız. Hem de bu Sayfiddin bu neymiş okudum degende Sayfiddin Azizi doğrusida xalqimiz arasında hazırgacha talash tartish bo'lib kelayotidu. Ba'zilar uni durust odam, xalqqa kuyingan yaxshi odam desa, yana ba'zilar u bir munofiq, bizni mush kunga qoldirgan ashu munofiq, vatanni Xitoyga sotgan munofiq deb tanlashadi. Ammo sizning bergan bahoringiz ikki bizlikka, ya'ni u qahramon sotqin debsiz. Ya'ni buni ba'zi odamlar tushunmay qilishi tabiiy. Ya'ni bir odam ya qahramon bo'la oladi yoki sotqin bo'la oladi. Neymişqa bu yerda siz buni hem qahramon hem sotqin deb tasvirladingiz? Aldı bilan Sayfiddinninki ikki yaqinligi bu uning intayin tariximizdagi intayin bahislik va vujudi noiti qarim-qarshiliklarga ziddiq to'lgan bir shaxs ekanligidan iborat. Shundoq bir mening nazarimdagi bir o'ylanishning natijasi. Men Sayfiddinni Uyg'urlarni sotdi yoki Uyg'urlarning butun mushu hozirgi ahvolininki bosh jinoyatchisi deyishga men tasdiq etmayman. Chunki Uyg'urlarni u Sayfiddin sotadigan yerim emas. Chunki u Sayfiddin keyin Xitoylar tarafidan yo'lab chiqarilgan bir odam, ammo u yo'lab chiqarish ilgari butkul huquq uning qo'lida bo'lgan emas. Uning ustiga u eng oddiy misol kelsam, Jang Jejung Sharq Turkistonga kelgan vaqtida 46-yilda 11 bitimda tuzish vaqtida kelgan vaqtida u bitimning oldiga chiqqanlar Ahmadjon Qosimov qatorliqlar. Jang Jejungninki ash vaqtning o'zida shu ikkinchi jumuriyatning odamlarininki Sharq Turkistondan iborat bir mustaqil davlatlik aloqalarini hammani ko'zdan yo'qotib oldiga odatdagi bir shaxsga kelishni buyurgan vaqtda bundan hammasiniki ash vaqtda ashuna kelishning o'zilla eng chong ta'sirchi amaliyotda. Buningda Sayfiddinning cho'ng bir nimasi yo'q. Ammo endi men Sayfiddinni nima uchun qahramon degan vaqtda Sayfiddin qo'liga qurol edib Sharq Turkistonning ozodligi uchun dastlabida qarshi chiqqan bir yoshlarning bir qismiga kirdi. Bu mening qahramonlik. Ayni vaqtning o'zida bunday bir qahramonlikning bo'lishi intayin bir ta'sir. Endi bu yoshlarningki Sharq Turkistonni ozod qilish vaqtida tayinlangan ideologiyasida bularningki Abdukarim Abbosovning orqasiga kirib
Xitoyninki Yan'andagi kommunistlari bilan 44-45 yildan tortiblar aloqa qilishi bu uningki boshdan oxir bu ishlarda Xitoy Kommunistik partiyasi tarafiga yo'nalganligidan iborat bunday bir xalq partiyasi qurildi. Shuning ichida bo'lishining o'zi ayni vaqtda Sharq Turkistonninki vaziyatida bularmi ikkinchi Cumhuriyatninki hokimiyatning ichki qismida Alixon To'ri boshchiligidagi bu diniy tabiatdagi zotlar bilan Ahmadjon Qosim tarafidagi sovetparast bu ziyolilar va bizim mulkiy va siyosiylar o'rtasidagi va shundaqla Gomindan chiqishlar ma'bu Isa olib tekin qatorliqlar bu uch kuchning orasida bular to'rtinchi bir kuchlar Xitoy kommunistlariga beqinib kuchlar o'rtaga chiqdi. Demak, ayni vaqtning o'zida biz men bu kitobni jiqtab ketgan bizning ideologiya jihati bo'linishimiz bizningki milliy ozodlikdan iborat eng yuqori bir nishonda yetishimizni to'sab qo'ygan. Biz bir ideologiya yoki biz tutgan tarafimizga xizmat qilgan ekanmizki, hech qaysi taraf o'zi vakillik qilish tegishli millatninki manfaati uchun xizmat qilolmagan atrofida. Buning ichida bir qadar yaxshiroq Ilhom To'ra boshqalar. Endi Seyfiddin mana bu ishidagi birsi. Bu ishidagi birsi, anandan keyin buningki bir necha ishlar bor. Buningki bu endi bir narsa qisqirib qo'yadi. Demak, shu to'rt guruhga bo'linganlarning hammasininki bir o'rtaq nimasi alohidaligi, hammasi bir ideologiyani vosita qilish orqali yoki bir ideologiyani o'ziga bosh qilish orqali ayni vaqtdagi atalmish Shimshiseyndan qolgan va Gomindanning hukmronlik kelayotgan Sharq Turkistonning vaziyatiga bir yaxshilik olib kelishdek shunda bir siyosiy o'zgarishni olib bormoqchi bo'ladi. Ammo buningki hech qaysi o'zi tayinlayotgan siyosiy ideologiya, siyosiy kuch va boshqa bir davlatninki g'arazning qanday ekanligini chigi-tigidan bilolmaydi yoki buni analiz qilib to'liqdan chiqaramaydi. Buning ichida eng nachar analiz qilganlarning birisi Abdukerim Abbosov Seyfiddin Aziz deyishga bo'ladi. Xo'sh, 49dan keyin Seyfiddin Azizninki mesela kitaplarını yazdık, o'zining kitaplarındaki Xitoyninki Ahmadjon Qosim qatorliq Sharq Turkistonning 5 odamininki Alparan hodisasida tuyuqsiz sirli tarzda o'ldirilishi yoki o'lishi deb deyilgan, ammo o'ldirilgan mush qatorliq masalalarda Sharq Turkiston milliy armiyasiga bu haqda xabar berishni kechiktirishi, bu xabarni toki Xitoyning armiyasiniki Sharq Turkistonga yerlashishgacha to'xtatib qo'yishdan hammasi Sharq Turkistonning buningki Seyfiddinninki siyosiy jihatdagi eng chong Xitoyga Sharq Turkistonni solab bergan siyosiy og'zimni buzuytmas solab ekanligini bildirgan. Bu yergisi. Bu teg'idimni g'aldirlashib bir siyosiy sopqinlikqa mangan yeri bu. Hamda bu yana shunday bir bu keyin endi meningki masalan ba'zilar deydi ben unutup getirmeyim. Bu kitabını yazıp getirdim ben. Yani Seyfiddin Aziz'i bombasa bu devlet Allah'ın ketketti bu değil. Elbette şunda. Ama bu ketişte her bir şahsına yani biz mesuliyete sürüşmemiz gerek. Ağzım şu mesele göçkili batırmaz. Mesela vatanda Xitoyda vatanda satqanlar. Mesela o'tgan qatimda bir so'zimda deganimda Xitoyga ishlaganimni men Uyg'urlarni Xitoyninki bostirishdan qutqizib qoldim deyalardi bu. Xitoyning ichida uchiq oshkora jihodni targ'ib qilib xalqimizningki chet elga chiqib Suriyaga berib bu terrorizmga bog'lanib kelishiga sabab bo'layotganlarmi men qirmasam Xitoy qirmamdi deyilyapti. Hammasi o'xshash bir nuqtai nazar bor yani. Ya'ni buni qilmasa Xitoy qirmamdi deydi. To'g'ri Xitoy qirdi. Ammo Xitoy qirganning ichida har bir shaxsninki o'zining erkin tanlashi bor. Agar unda bo'lmasa biz misol 2-Dünya urushidagi mesela bu yerde dağlık bir sot var bir yerde. Ben bunu yani gerçekten çekmek için kaldım. Yani aynen kaydettiğine getirdim. Mesela maxsus Yerusalim sotida Aitman dediğim bir dağlık bir Germaniyanınki SS emeldarı var. Bu 5 milyon Yahudininki Avrupa'nın her bir yerlerden ceza lagerine toşuluşununki lojistiksini mesele olan bir adam. Bunu İsrail'ninki məxfi teşkilatı 1960 yılı Argentina'da turvatqa yerde məxfi İsrail'e toşup gelip bununla uçuk sot qilib, bununla hüküm jazo hüküm e'lon qildi. Shu vaqtda u nima deydi degan vaqtda men boshdan oxir cho'ng bir mashina ichida bir kichik bir ventitdim. Men faqatla ustunlikni buyrug'ini qildim. Men bo'lmasam bu qirg'inchilik bo'laverdi deydi. Hammasi daqaga o'xshash hozir. Seyfiddindan tortib, hozirgacha hammasi o'xshash. Ammo sotning deganida senin şu vaqtning o'zida şu sana buyruq tushiradigan shu byurokratik sisteminingki inson qalbidan chiqqan siyosatni rad qilish yoki rad qilmaslik
onunğa maslaşış yoki maslaşmaslik onun bir ventisi bulash yoki bo'lmaslikni tanlash huquqing bor. Sen ona ishashni tanlagan ekansan, bu sening xolig'ing bo'ldi, bu sening xolig'ing bo'ldi ekan, sen xolig'ingga mas'ul bo'lsan, sen o'zing ishga mas'ul bo'ldi ekansan, jinoyatlarni ustiga olasan deydi. Hammasi o'xshash. Ya da agar biz undan qilmasak, yana o'xshash. Xitoylar o'xshash kelibdi. Agar bu qat'iyatni sotga chiqsa, Xitoylar men bo'lmagan bo'lsam, Xi Jinping Uyg'urlarni qirolmamdi, Kommunist partiyasi qirolmamdi Uyg'urlarni deb o'xshash gapni Uyg'urlar degan gapni. Shu hammasi chiqib ketsa, Seyfiddin Azizninki tarixda beshidan ketmaydigan eng chong mas'uliyati, masalan 49-yili agar u keyin aldangan bo'lsa-mu yoki o'zi haqiqiy Sharq Turkistondagi ozodlikni ko'zlagan bo'lsa, u vaqtda qo'lidagi milliy armiya bilan Xitoyning ozodlik armiyasining kutib olmay, Urumchida usmonlab Xitoyning askari gul taqdim qilmay, balki qurolliq ular qarshilgan bo'ladi. Bu vaqtda u bizning haqiqiy liderimiz bo'ladi. Endi oxir bir nuqtani ketib qo'yay. Bu 51-chilar vaqtida u Uyg'uriston tushishini ko'rguchilarning bir qismi Seyfiddin. Buni unutib qolmaydi. Bu degan vaqtda dal men Abay deganimda ko'p qirliq bir odam bo'lsa Seyfiddin degan. Agar bu ko'p qirliq bo'lmagan bo'lsa, 51chilarningki qatorda bu bo'lmagan bu 51chilarning maqsadi nima degan vaqtda ikkinchi jumhuriyatdan qolgan harbiy, mulkiy amaldorlar, ziyolilar va boshqalar Xitoydan jumladan Jo'laydan Sharq Turkistondagi asldagi va'da bo'yicha mustaqillikni qo'lga keltirishi, Xitoylarning chiqib ketishini talab qiladigan ish bu. Shuningdek keyin Jo'lay cho'chib, qanday qilib shuningdan tortib eng chong Uyg'ur millatchiligini bostirish ana shundan boshlandi. Ham shundan bir vaqtda Jo'lay Uyg'urlarningki peshonasi ko'rdigan kuniki qamga bosdi. Ya'ni osonlik millatlarningki cho'ng va sotsialist davlatda assimilyatsiya bo'lib ketishi tarixdagi zaruriyati degan gapni 56-yilda deydi. Demak, bu gap hammasi kelsak, Seyfiddinninki hattoki Seyfiddinning ba'zi she'rlari bor. Men ajab bilmabdiman uningki saqtligini, makkallikni bilgan she'rlari bor. Pishtirib qasab turgan vaqtda buni pushaymanlik ama pushaymon qo'lga kelmaydi. Chunki Seyfiddin ayni vaqtda eng cho'ng Uyg'urlardagi eng muhim Ahmadjon Qosimninki vafotidan keyingi eng muhim harbiy, mulkiy va siyosiy amaldordir. Uyg'urlarni nerede başsa Uyg'urlar shu yerda bo'libmi? Ayni vaqtdagi G'ulja atrofidagi 3 viloyat va bir oblastdagi xalq Seyfiddinning gapiga ishlatdi va uni orqasiga mang'atdi. U vaqtning o'zida biz hozirgidek ozodlik armiyani kutib olib, nomussizlarcha ularningki bizni tinch qilib ozod qilib qo'yganlik bilan ma'qulni ko'tarib, oxirisi hamma narsani armoqqa qilgan bo'ladi. Shu u yerda uning mas'uliyati bor deylar. Uning shaxsiy mas'uliyati. Shunga Seyfiddin Azizni gapimiz chiqsa, birsi Uyg'urlarning butun ishini Bayramul Seyfiddin Azizi mas'uliyat deb bu intayin ko'ptirilgan gap. Seyfiddin mas'ul bo'la olmaydi. Ammo 49dan keyingi ishlarga, uni oldi keyin nurg'un ishlarga u o'zi qilgan shu doimiy ishlarga mas'ul bo'la olmaydi. Bu bir. İkincisi Seyfiddin Azizninki Xalq Partiyasi qatnashi xoinlik, sotqinlik. Uni aslidagi Uyg'urlarni qutqizish uchun chiqqan qahramonligiga o'zi qarim-qarshi chiqqan sotqinlik ana shada. Bu ikkinchisi. Üçüncüsü, onunki 51'lerin işine aralışı, onunki yanıla özün hata qilganligini va Xitoylarninki intern qarniyatini his qilgandan keyinki tushunishni ifodalashi mumkin. Ammo bu to'g'risida tarixiy xatlarga biz muhtoj bo'lamiz. Mening gapim Seyfiddin to'g'risida. Tamam, rahmat. Endi zamonimizdagi Seyfiddinlar to'g'risida ozroq to'xtalaylik, chunki hozir endi bizning tariximiz nima qildi? Adamga takrorlanib turayotgandek ta'sir berdi. Chunki tarixdagi shu o'zimizdan chiqqan munofiqliklar, sotqinliklarni ko'rganimizda, o'qiganimizda tishimizni, lavlarimizni tishlab ketdik. Bunda ahvol endi Uyg'urning beshidan jiq o'tdi. Bunda ish endi bo'lmas deydigan umid tutdik. Ammo afsus, hozirgi ahvolimizni aytsak, shu men Uyg'urga vakillik qilaman deyotgan Qo'lliq tashkilotlarning ichidagi atalmış yetakchi lider atalganlarning ichida oz bo'lmaganlarningki xalqningki irodasiga xilof holda so'z harakatda bo'layotganligini ko'rib turamiz. Nəhayət afsuski xalqimizni ularni kontrol qilishga kuchi yetmayotdi. Ya'ni oddiy zag'ir til bilan aytganda xalqimiz shu 200 yılga yakın, 150 yıl, 200 yılga yakın mustamlika jarayonida tekrar qirilishlardan keyin hala bugunga kelganda mutlaq ko'p Uyg'urlarningki, Sharq Turkistonliklarning his qilgani
bu Xitoyliklar bilan birga yashash mumkin emasligini his qildi. Yani qat'iy ko'zi yetdi buningga, chunki Xitoy oldi bilan uch qashqari oldi seni naslingni qurititma, qirib yo'qotitma degan uch qashqari dedi ham qilyotdi. Masalan, u millionlab lagerlarga solash masalan ikki dunyo urushidan bo'lmagan bir ishda masalan. Hozir qanchalik odamlarimiz o'lib ketdi, buning to'liq bir statistikasi yo'q, mumkin emas. Bunda sanqqa erisha olmaymiz, ammo keng ko'lamni qiriyotgani aniq. Ondaqda xalqimiz, vatandagi xalqimiz tabiiy holda bu chetveldagi Uyg'urlarimizni umid tutadi. Bizning ovozimiz chiqmaydi chetga, sirtiga. Biz gap qilsak, tilimizni kesadi, olaysak, ko'zimizni o'ydi, bo'yin tavla qilsak, kallamizni kesadi. Ammo bizning qarindoshlarimiz bor chet elda. Ashlar bizning og'izlarimizni yetkizdi dunyoga. Dunyoda haqqoniyat degan bir narsa bor, dunyo bizni qutuldirdi degan bir umid o'tgan holatda bizning chet eldagi shu atalmish rahbarlarimizniki, shu o'g'illik tashkilotlardagi xalqimiz mustaqillik deb bo'ldi, jondan to'ydik, o'lim bo'lsinmi, o'lib ketsak rozimizki, mustaqillik uchun kurash qilamiz deyotgan holatda Abay degandek atalmish liderlarniki xalqaro cho'ng so'rinlarda, mayli medialarda bo'lsin, va cho'ng siyosiy so'rinlarda bo'lsin, xalqimizning irodasiga xilof bir ovozlarni chiqarayotganligini, ammo yana bir tarafda xalqimizga so'z qilganda xalqimizning ovozini aynan yetkazayotgandek bir yolg'on bir ta'sir berayotganini ko'ryapmiz. Ya'ni bu bir soxtapazlik. Endi mushuni ko'rib, sayflarning qilganlarini, hozirgilarning qilganlarini o'ylab, adam o'ziga bir savol qo'yg'isi keldi. Tarix yana takrorlanyapti qandoq? Tarix yana tekrarlanishining o'zi bir tragediya. Bu Marksning gapi. Buningda endi bizning tariximizdagi bir qo'rqinchli bir ish, endi bir ma'lum bir andizlarningki qayta takrorlanishi. Masalan, buni men o'tgandan bir so'ringa so'zlaganman, yana bir qisqacha qisib o'tib ketay. 40-yillarda biz bilamiz, Urumchida Amerikaningki konsulxonasi bo'lgan. Keyin Amerikaningki konsulxonasiningki shu Amerika tashqi ishlar ministrligiga Sharq Turkistonning vaziyati haqida yozilgan kundalik dokladlarni yo'llab turdi bular nimada? Telegram orqali shu vaqtlarda. Shuningda shu yaqinda bir Uyg'ur, bu Uyg'ur odatdagi ko'zga ko'rinib ketgan bir Uyg'ur emas, ammo Uyg'urlar yangi ichida yoki ko'rmaydi nurg'un ishlarni qilgan bir shaxs bu. Shu shaxsga bir chaqda buningda 2 yil ilgari Amerika Uyg'urlarningki shu chet eldagi tashkilotlar o'tirsidagi qalamqonchiliklarni ko'rgandan keyin qaymoqib ketgan vaqtlarning birisida shu shaxsga şu 40 nechinchi yildagi bir konsulxonaniki tashqi ishlar ministrligiga yo'llagan bir parcha dokladini ko'rsatdi. U dokladni aytib qisqa bir 100 xat bir doklad ekanda, o'qib boqmani deydi. U o'qisa shuna bir yakun chiqarmoqda. Ya'ni bizning oldimizga kelib bizlar so'zlashgan Uyg'ur yetakchilari va rahbarlariningki hech qaysi bir-birini qo'llamaydi ekan deydi. Bu bir. İkincisi, hiç qaysininki siyosiy qarshi bir-birisidan üstümüz tushmaydi ekan bularninki. Bu qadar chimarchaq millatkan bu deykan, Amerikaniki. Hamda biz mush qat'iyam bo'lgandan keyin yana ko'rdikki, siyosiy jihatdagi bir xil abdallik hodisasini ko'rdik. Ya'ni Amerikadagi qaysi siyosiy yo'l Uyg'urlar to'g'risida gap qilgandakilar tashkilotlarning odamlari teşkilatının tarmaklarının adamları şu adamın işxonasiga gürüldep berib nimalarni dedi Xudoy o'zi biladi. Bu xalqninki qaysi og'iz zarini, qaysi nimasini deginiga bir Alloh biladi, bir shu odam biladi, bir shuni olib o'tirgan Amerikalik ya senator bo'ladi, ya congressman bo'ladi, shu biladi. Demak, bular xohlagan bir odam, bu millatning na vakili emas, buningga na unda bir huquq berilmagan, ammo biz uchun so'zlaydi ular. Onun için mesela Dünya Uygur Kurultayı'nın bağlı değil mesela. Dünya Uygur Kurultayı özünü biz bütün teşkilatlarının birden bir vekili deydi. Birden bir vekil degen saylan bilen barlıq geldi. O kıpkızıl aldan. Tabii. Sen aldanmışsın halk ne? Sen noçu olsan bütün dünyada hemisi içip etken saylanını kılıp uç aşkarlıkla sen saylansan o vakitin özüde sen bu yerde hiç kim sözleş hukuk yok adır Uygurlarının emniyette. Ne için? Bizde hemimiz itiraf kıygan bir hakimiyet şekli yok.
Hammamiz e'tirof hokimiyat qilgan shaklda bo'lmagandan keyin hammamizning ovozi so'zlayolmaysan. Hammamizning ovozi so'zlayolmagandan keyin biz seni qanday qilib siyosiy jihatda accountability'ni surishtirib olamiz sendiki. Qanday nereden bilmaymiz biz bilmaymiz. Ilgari bizning bo'ynimizdan qanday qilib pichoq usulli qassobdan oldin opirilgan bo'lsak, hozir biz qaysi qassoblarni oldin opirilayotganini bilmaymiz. Butun xalqimiz. Shuna gapim qaytib kelay. Abdallık, siyosiy abdallık hadisesi bu. Bunu bir-birisinden kızgınıp anadaki şu mening anılganlarım, üsek sözlerimde ihtimal yalgan gapıdı. Aşı senatörünün seskendirip ettiğin gap Uygurlar. Yani oylan 40. yıldaki Amerika'nınki konsolosluğun gaplarını hazırki Amerika'nın ahvalı görəm. 60-70 yılda milletninki, Afgan milletin siyasilerninki moşinçilik mi sapası ösmegen gap. Moşinçilik ösmegen gap. Doğru. Ahval bu aldığımızdaki. Hem de yine hazır haber yapımız keleymen. Bu milletninki, mesela biz hazır birleşik deyin gapni qilyapmiz, shunday bu hazır. Hazır birleşmişsek, hammamiz o'zimizning oldimizga tasab, an'anaviy usul bo'yicha sonimizni qilib, hazır nima qilyapmiz hazır desak, mesela hammamiz bas-basda o'zimizning TV programmalar bor hazır. Hammamiz tashkilot. Shunday. Qabaltishma ya ko'pragi hazır kimning ovozining yo'g'on chiqadiganligi. Bizlarga vatanimizdagi cho'ng'iq labalar bor qo'yliqi. Shunaqalar oldilar. Shuni o'xshash laba talashyapmiz hozir. Laba talish mumkin bo'lmoqchi, xalqni talashmoqchi. Xalq talashni qilamiz. Mening aqimdan manchak adam aksi shuning uchun men xalqlarga birinchi tashkilot bo'lmoqchi. Xalqlar birinchi tashkilot bo'lsa nima bo'ladi? Sayyayotgan, ishchiyotgan, o'ynayotgan, nima qilayotgan bütün imtiyozlar. Uni o'ylasang qilsang mayli-da. Ama sen bizga samimiy ko'ngil bilan bizning gapimizni degan bo'lsam kimning derdi? To'g'ri. Uni demaysa, ya diyemeyse, ya tilini çaylaysa, yani sen bizdeki xalqlarga birdan-bir tashkil. Nima degan yuksuzlik bor? Tabii. Yo'q. Qaysi salohiyatni bersan, kim sana bu salohiyatni berdi? Ha? Bu xalq ilgari biz jim turdik, döt qildik, endi hozir cho'ng sifatda qilishni nemiz qoldi endi hozir? Shu. Ko'ngil, kimning ko'ngli ayrılib var hozir? Kimning ko'ngli bor? Ko'ngildan barmi oldida ayrılib ekan. Kimimizning ko'ngli bor hozir? Bu ülevatkan bir milletin ko'ngil degan narsa bo'lamdi, vijdon degan narsa bo'lamdi biz hozir. Bizning hozir uchrayotgan bir deyimizga, agar bu millatda, agar bu millat Xitoy kuchimiz yetsin, millatda agar bizda bir vijdon bo'lgan bo'lsa, bizni aldayotgan bu nonqapi, bu samimiyatsizlikninki yoqasini olib turibdi. To'g'ri. Xayr, matrab tutsa. Kim bizni shu bir qassobni aldab qo'shib ketib bergan gap. Biz nima qilingan gap, pada qilingan gap. Xitoylar bu tarafda bizni pada qilib o'ynaydi, o'zimizning odamlarimiz bizni pada qilib o'ynaydi. Demak, bizningki 100 yillik tariximiz, siyosiy tariximiz mana shu pada qilish tarixi bo'ldi. To'g'ri. Endi bu vaqtda shu burun endi 3 yilning oldida bizning bir markaziy tashkilotimiz bor edi. Bir liderimiz bor edi. Mayli bu liderimizning sapasi qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar, shu liderimiz chiqqandan keyin, ya'ni Rabiya xonim shu turmadan Xitoy turmusidan qutulib chiqqandan keyin, hozirgidimi battar chechlangan holatda turgan Uyg'urlarni bir yerga akagan edi. Ya'ni o'zining ta'sir kuchi bilan bir yerga akagan edi. Ham 10 yil bu tashkilotga rais bo'lish jarayonida aram 3-4 odim qolib qolgan vayron bo'lish oldida turgan bir tashkilotni bara güçlendirip xalqarada nurg'un hukumatlar va xalqaro organlar yani e'tirof qiladigan masalan Amerikaning prezidentlari Rabiya xonimni qabul qilgan, ham BDTning bosh kotibi Kofi Annanni qabul qilgan. Shu darajada hamda bizning diasporadagi Uyg'urlarniki siyosiy hayotida bunda ishlar tunji qati bo'lgan edi. Ya'ni shu chog'da xalqimiz suyunatdi. Bir markaz bordi, qanday qilsa bir ham onamiz hem bir liderimiz vardı. Ama nihayet afsus, bayman bu tarih tekrarlanmadı dinimde. Aramızdaki bu mayli şahsi menfaati üçün olsun, mayli düşmanın menfaati üçün hizmet kılıvatkanlar olsun, bir suikast to'xtab qolmadi. Yani şu mehriban anımızı hem bir merkezge yeteşlep atkan bir liderimizni 10 yıldan artık suikast kılış arkalı nihayet rezil usullar bilen tutlap jıqıttı, mecburi özünün vazifesinden ayrıdı. Onun içinde nurg'un sırlar var, azıcık içilmeyen sırlar var. Onu etişqa qurbetimiz yetmeydiğine okşaydı. Ama şu jarayonda sizmi Rabiya xonimninki bir yordamchisi bo'lish sifatingiz bilan shu qurultayda bir mezgil xizmat qilgandingiz.
hem az bo'lmagan shu suiqasdagi shohid bo'lgandingiz, hem ko'rgandingiz, anglagandingiz. Endi shu bir imtiyozni talashib va shu ko'zga ko'ringan, to'nilgan bir tashkilotni changaliga kirgizib olish uchun bir o'chum razil insonlarningki o'yinlarini xalqimiz ko'rib turdi. Ya'ni burunqa ahvollar yo'q hozir ijtimoiy uchurlar vositalarida hamma narsani ko'rib turib bo'ladi. Ya'ni 2017-yilda shu Myunxenda shu razil jig'in ichilganda hammalar ko'rib turdik-yu, ammo xalqimiz birsi yetarli sado chiqarmadi, birsi bir ish qilamadik yani. Ular ishni so'ylablar, o'zlari shu yoqtirilgan yiqinlari, urug' tuqqanlarni 70-80 odam birga akaplar, yuzlarcha odam qatnashdi deblar. Naiti ishplas bir şekilde bu tashkilotni qo'lga kirgizib olgan bo'ldi. Hem 3 yildan keyingi hozirgi kunda shu bir markazimizningki buzilishi, bir rahbarimizningki yiqitilishi bilan hozir mana sanab kelsak 100 dan ortiq tashkilot bor deydi ba'zilar. Nihoyatda chuvalchoq odamning qusqusini keltiradigan bir holat shakllandi. Shuning bilan bir vaqtda xalqaroda ya'ni Uyg'urlarimiz nihoyat umidsiz holat tutilgan bir mezgilda xalqaroda bir umid tug'dirib beryapti bizga. Ya'ni Amerika boshliq g'arb ellari Xitoy kommunistlarni yo'qotish kerakligi to'g'risida ochiq-oshkora signal beryapti. Ham xalqimiz bundan umidlanayapti. Agar Amerika boshliq g'arb ellari o'z kuchini birga akilib Xitoy kommunistlarni yo'qotsa, balki Uyg'urlarga bir tarixiy fursat tug'ilishi mumkin. Ya'ni bizda vatgan mustaqillikqa bir sharoit yaratilishi mumkin degan holatda haliqi suiqasd bilan liderimizni o'rgatib, bu huquqni qo'lga kirgizib olib, jon beqiyotgan, ya'ni NDDning maoshi bilan jon beqiyotgan abgala hozirgacha g'ayriy sadolarni chiqarib, xalqimizning qattiq noroziligiga uchraydigan holatga keldi. Burun 2 yilning oldida nomus qilmay biz birdan bir degan og'zidan tushamaydi, ammo xalqimiz tillaverib, hozir u birdan ortiq deyamaydigan bo'lib qoldi. Balkim o'zi chekishi mumkin. Ammo masalan, oddiy bir misol bersam, yaqinda 4 qarindishimiz Indoneziyadan Xitoyga qaytarildi degan xabarlar tarqalyapti. Bu haqda ya'ni shu tashkilotniki shu chet eldagi muhojirlar ishiga mas'ul bo'lgan bir abga qopib, nima dedi desangiz, shu 4 Uyg'urni terroristga chiqarib, ya'ni Xitoyni aqlagan bir nimalarni qilgan ekan, xalqimiz darg'azabga keldi va sen naning tashkiloti, sen Xitoyning tashkiloti, sen jinoyatchi deyapti. Endi oddiy bir savol so'rasam sizdan, shu abgalarni endi mening anglishimda Rabiya xonim qaysi kuni programmada aniq dedi. Bu Xitoyning jasuslari qurultayning ichida bor deb aniq dedi. Xalqimiz unga yondashganda bular jinoyatchilar, bular millatning qiniga namchilab yeyotdi deyotdi. Undaqda shularni jinoyatchi deb tasvirlash xalqimizning shu tasvirlashi to'g'rimi sizcha? Bu baştakiler ben anadaki bahs kelime. Hem de mada bir neçe bir sallık yoki jilnamelerge dikkat qilsak bo'ladi. Men birsi mana shunday bir gapni qilgan bir ishonchli gap bo'lgan. U akamiz tugab ketdi. Ammo tugab ketish ilgari mana shunday bir gapni qilib, Xitoyning odamlari bu odamlar jiq ko'rishib ketgan Avstraliyaga berib. Bu jiq ko'rishib 2013-14 yillar bo'lib o'tgan gap. Shu vaqtda mushu shaxs Rabiya Qodirni shu Avstraliyada va dunyoning boshqa joylarida xoin, Xitoyning jasusi deb gap tarqatayotgan bir vaqtlar bo'ldi. Keyin bir kuni mening uyimga kirib, men xato qildim, Rabiya Qodir xonimni xato aytibman deb qoldicha bu odam. Şunun bilan men hayron qoldim, chunki men uningki xonimni aytishimni iram qilib ketmagan, ammo uni oqlashimni iram qilib ketmadi, chunki uni butunlay bir taraflama hissiyatga tayinlangan o'chilish xarakter ish ekanligini bilardim-da. Ammo bu odamlar degan gapida keyin o'lib ketish ilgari degan vasiyatlarning ichidagi birisi shuki. Xitoylik shunday deb ekan bu odamga, sen bir kuni Rabiya Qodirninki shunday taxtdan tushirganligini ko'rsanki, Rabiya Qodir ko'chada menayotgan chashqallar kabi kuniga qoladi. Biz buni sening qo'ling bilan qilamiz. 2014 gap bu. Xo'sh, Rabiya Qodir xonim qachon tushirildi deganda 2017-yilda tushirildi. Shundaymi? 2017-yilda nima holat degan vaqtda 2017-yilda Xitoyning lagerlari boshlanib bo'lgan vaqt ekan. Biz buni 2018 5-oyda Ömer Bekali'nin tanımıştı. Tunca kadın.
Demak, Xitoylar dunyoda Xitoyning lageriga eng qarshi tura oladigan bir shaxsni o'zimizning qo'l bilan dunyo Uyg'ur qilishni yiqitib bo'ldi. Xo'sh, onun kim chiqdi? Dolqin Ayso chiqdi. Dolqin Aysoninki mush haqda chet elning nazarlarida bir Uyg'urning lideri deb bir tilga ilinib baxtimi? Ilinib baxmadi. Asosan ilinib baxmadi. Hozir ilinayotgani kim o? Hozir ilinayotgani e'tirof qilmanglar Salih Xudoyor hozir. Mas'ullik ish bu. Men o kim bilan deyilsa, nimasi Salih Xudoyorning berayotgan intervyusi nimasi? Nadi yuqori o'rinda turdi hozir. Demak, dunyo Uyg'ur qurultiyidan iborat mushaxis. Bu vaqtda, ayni vaqtda Rabiya Qodirxonim vaqtida bosh mas'ul qildi. Bundan bir narsa deyishmoqlar. Rabiya Qodirxonim bu vaqtda dunyo Uyg'ur jumida Rabiya Qodirxonim shiddatlik umumiy hujum qilgan. Hozir dunyo Uyg'ur kimi shiddat hujum uchradi? Mana bu daftarlar birsida. Ma'lumki kimning deganligini bilmadim, Indoneziyadagi 4 balani to'riz chiqarganlar. Buni bilmadim. Ehtimol shu bir narsani aytgandir. Ama Rabia Xonimninki deyilganininki ondan biriga kelmaydi. Endi agar Xitoyninki nima so'qqagan bo'lsa, ana Rabia Qodirxonim tushirildi. Rabia Qodirxonimning Uyg'urlarning lideri deb chatallikninki mediasi ilinishimi tugidi. Rabia Xonimning bu ataq tugidi, Dolqin Aysoning tugidi, boshqasi o'tgandi bu ish. Agar biz ana bu bir ikkinchisi Rabia Qodirxonimni yüzünü tushishga eng chong hujum nishonining birisi xonimni chiriklikda ayblash. Masalan, buni yana bir qisqacha misol keltirib bersam, hozir bizning ko'zga ko'ringan bir ziyonisimiz ayni vaqtda bir yig'inda Amerikada ziyolilarning orasida qat'iyam to'g'risida bir yig'in o'tkazganmiz. Bir necha ziyolilar birlashib 2018-yilda xabaringiz bo'lishi mumkin. Şu yig'inda u ziyolini u Amerikadagi u ziyolini chaqirdik. Chaqirib u kun tartibini avatdim men yig'indagi. U ziyolida avatib birinchi qatam Rabiya xonim ichishib so'zlaydi desam, u odam dediki, Rabiya Qodirxonim bormayman dedi. Nimishqa bormaysiz desam, Rabiya Qodirxonim parxod, pulga xiyonat qiladi dedi. Men Rabiya Qodirxonimdan necha yil bildi-da, men qancha pulni yevatganda xonimish Uyg'urlarninki 2 million pulni yevatdim Uyg'urlarninki deb uni bilmayman. Ya 2 million pulni yevatdi deyli dedim men. Xonim bu qadar ochib ko'rsat 2 million pulni o'zining shaxsiy ishlatdi deyli. Xonimninki vatanda yo'qotgan pulining sonini bilasiz. Agar xonim vatandagi pulni ekkagan bo'lsa, ma 2 million pulni necha qatlaydi? Agar bu ishni to'xtatgan bo'lsa, qancha iqtisodiy kirim qiladi? Agar bu ishni satgan bo'lsa, qancha nimani sotib qiladi? Dedi. Xo'sh, demak, Xitoyninki Uyg'urlar orqali o'zimizni vayron qilishninki bir cho'ng vositasining birisi bizni iqtisodiy jihatga. Albatta, xonimning iqtisod boshqarishini to'g'ri demayman. Ba'zi ishlarda apala-shapalalar vatandagi paydo ketgan ishlar to'la. Ammo mush ish başdan oxiri xonimni uradigan bir to'qmoqqa aylanib keldi. Boshqa nurg'un ishlari, bergan qurbonliqlari keyin kelinmadi. Bir keyin kelinmadi. Xuddi yana ko'ryapmiz, surgun hukumatninki ishini. Surgun hukumatninki Sharq Turkistondagi mushu hozirgi qatliamni xalqaro sudga olib borish ishining beshidagi G'ulom Kamning ishini nima iqtisodiy chiriklikka taqashqa urindi ba'zi. Nima uchun Enida boshqalar necha 100 mingdan dollarni olgan dunyo Uyg'ur xalqining iqtisodini hech kim surishtirmaydi. Surishtirib bo'lmaydi. Ammo Rabiya Qodirninki, G'ulom Osmonning yana birisininki bu qadar g'aldirlik bilan surishtirildi. Nima uchun? Nima uchun bu savolni qo'ymaymiz? Kimdan surishtirildi bu yerda, kimdan surishtirilmaydi? Kim qanday ish qilayotgan bo'ldi, kim qanday ish qilmayotgan bo'ldi? Bu internet. Andan keyin yana bir nuqta bizningki dunyo Uyg'ur qurultiyida ayni vaqtdagi 2017-yildagi ana shu chakitish, bo'linish va ash vaqtdagi ichki siyosiy krizisning ta'sirini biz hozircha tortib o'tamiz. Hozircha bir yerga kelinmadi. Ya ular xalqni qoyil qilib bir yerga ekkilanmadi. Lim tasmadek yuriyotdi. Qilayotgan ishi atam aytgan bayiqi namoyish qilishdan boshqa ish yo'q. Nurg'un ishlarga qilinadigan bir tashkilot. Agar biz bir dunyoviy tashkilot bo'lsa, hozir 2 yilning yo'lida nurg'un ishlar qilyapti.
xalqimiz aldan Yevropada chiqib namoyish qilib namoyish deganda biz qilmagan vaqtida qilayotgan namoyish bu. 70 yildan yozi chet elda vatan degan Uyg'urning har qanday qilib ketgani cho'mish emas yoki yenish emas eng muhimi. Ama biz kırılavattan millet. Bununla radikal bir neymeler, melkençlik olsun, ve demokrat yolda olsun, radikal bir usullarla kılışımız gerek. Bunun hemimiz kılınmayken. Şunun için en ahirde kelsem, ben bunları cinayet bilsem mi, ben bunları kollukta ısrarlık çakırtım ben. Çünkü kılanmadı bunlar. Kılanlıgan bolsaqdan, bu milletin nimesinden irasi vekillik qilgan bolsaqdan, bu xalq senin aqlida mangan bolsaqdan, benim bu gipim yok. Gipimni qaytarib olma, hatta aql so'rashga razı. Lekin bu xalq hozir buni aqlsin menish bo'lmasa, raisni berib baqali, dunyoviy bir chaqirib baqali bo'lmasa. Biz bunda ya keldik hozir. Buning og'zi qarab, buning 4-5 odam Rabia Qadir xonimni o'rigan 10-20 odam birga keliblar, bir ish qisilib bo'ladigan, butun Uyg'urning ish buni qo'lda chiqadigan ish qilib qolsa, bu ish bizni o'lim deb qo'yman deb qo'yadi. Buni qo'lda Uyg'urlar tutib ishlanmaydi. Kaga bu shart kelayapti. Shu. Endi haqiqatan reallik shunda ochiq. Endi ular har xil rezil vositalarni qo'llanib, majbur tortib oldi, xonimda huquqni uni ko'rib turdik. Ham qo'llangan usullarim nihoyat rezil, nihoyat pastkash. Onamizni 60 toshqan shu chog'da oshgan onamizni jerdab pullash og'zidan keldi, hatto ichki so'rinda bir qatim nimada Yaponiyada tamqaga zahar selib o'ltamoqchi bo'ldi. Ammo shu Yaponiyaniki istixboroti bu bayqondikin bu ishning oldini oldi. Yana bir qatim Belgiyada o'ltamoqchi bo'lganda Rabia xonim shu qadar qo'rqinchda aram qutuldiki u yerdan. Ya'ni o'zi qaç kun dapadi ekranda. Shu so'rindan haliqi aramzodi mush ko'tarib, urib palampaydan jiqitib o'tmoqchi, o'tirmoqchi bo'lganda aram qutulib chiqib, shu Abduz bekitga chiqib, voqadan qo'g'lab chiqqanda yana yenim kelsang soqchi chaqirmada vaqirab surib qutulib qolganligi ham shu Belgiyadagi bir qarindishimizniki, vatandishimizniki mashinasini haydab kelib, shu kechilab eng qimmat biletni deb qo'yib shu Amerikaga yo'l sap qo'yganligi. Ya'ni mushundaq hatto o'lim bilan tahdid qildi bizning liderimizni. Ammo biz qarab turdik. Shu Rabia xonimga mushkotaga aramzodning qo'lini sundirib og'ziga tiqib o'tamadik. Myunxda 2000 dan ortiq Uyg'ur yashaydi-ki, ansam bir erkak chiqmab, bir erkak odam bormi o'sha yerda degim keldi. Endi bularnikimi shu xalqni olishida nima deymiz? Xalqni olishida ziyolilarni oldirishtirib olib, masalan, ziyolilarning nomini oldirishtirib olib, Vankatovning bir gapi bor, bizni Dunyo Uyg'ur qurultayini hozir dunyodagi ziyolilarning 80% qo'llaydi deydigandek bir sapsat bilan xalqimizni aldab kelyapti-da. Endi buningga qarasak, sallis yo'g'on supurus quruq bir ziyolilar bor, o'zini bosh mutaxassis, bosh strategiyachi deb mundoq so'zlab o'tirib, o'zining ekranlarida taqdim bag'din yaramas nazariya so'zlaydigan ziyolilar bor-da. Qarasa, qalpog'i bor doktor deb. Yana bir ziyolilar bor, kunda o'zi ekranni ichib o'tirib shu qurultayni maqtab qilgan ishlarini yo'q ishlarini qo'shib qildi deb so'zlaydigan maqtab o'tiradigan ziyolilar bor. Endi sizmi shu xalqimiz orasida tanilgan bir ziyolilarning birisi bo'lishingiz suhbatingiz bilan bu mushu gap qanday qaraysiz? Ya'ni 80% ziyoli ularni qo'llaydi deydi. Ham bu ziyolilarning roli, masalan, hozirgi diasporadagi ziyolilar o'zlarining rolini to'liq joriy qildiryapti. Bu birincisi Uyg'urlarda strategiyachi yo'q. Men dedim-ku boshda, Uyg'urlarda strategiyachi bo'lgan bo'lsa, biz bu qatliamni ko'radigan bo'lardik. Hech qasimiz ko'rmadik. Shunga strategiyachi emas, kundalik xabarni analiz qiluvchilar bor bizda. Kundalik xabarni analiz qilish strategiyaga kirmaydi. Strategiya degan o'tmishdagi siyosiy va ijtimoiy hodisalarning ichidan ma'lum bir andizini asos qilib turib, uni hozir tatbiqlab, uning kelgusi yuz berish ehtimolligini aqliy bir yo'ldan qiyos qila olish iqtidorini ko'rsatadi. Dunyodagi siyosiy strategiyachilar bir necha yuzlashni oldin ko'radi. Hattoki hozir masalan desak, Amerikada hozir Trump bilan Bidenning o'rtasidagi mushu hozirgi saylovni oldin ola ko'rib, Amerikaningki oldingi 4 yillik, ya'ni
Trump'ninki keyingi 4 yillik hokimiyat yurgizgan ishlarini bilib, yezib qilayotganligi bor. Buni hammasi palsanmaydi. yoki ular bir vahiy kelmaydi. Ular faqat ilmiy sansifirlarga tayinib turib, analiz qilish orqali kelgusi 4 yilni ko'rdi. Uyg'urlar kim bor kelgusi 4 yilni ko'rgan? Hech kim yo'q. Ko'rgan bo'lsa-mu, men nimani ko'radi? Ma'lum qat'iyam shu o'zimizni oldimaydi strategiyachi falan peşmek degan. Bu bir. İkincisi, masalan, ziyodilik nuqtasini chiqib deydi-da, bizningki mushu qat'iyam bo'lgandan beri, masalan deydi, ingliz tilida Uyg'urlarningki o'zininki tilida yozgan xalqaro gazetlarga chiqib yozilgan maqolasining nechisi bor. Amerikada bu kadar nima deymiz. Hozir mushu agar ziyoli bo'lsak, masalan, Avcının bunun dediğin birisinin gibi var. Rossiyalik hozir ma Uyg'urlarningki, Uyg'ur Pals deganda guvohlik beradiganlarni chiqib qilyotdi bu. Asli Uyg'urlar ishga ana ish qilyotdi. Nima yaxshi qilyotdi. Aşan bir git var. Şu katliam başlangan vaqtda men hamda Uyg'urlarningki bu katliamı bir üçün bir hasbek qo'shish uchun o'zimlar butkul tadqiqotlarni butkul planlarni bir taraf qayirib qo'yman dedi. Chet ellik, Rossiyalik bizde chet elda o'zimizning ishini bir yoqqa qayirib qo'yib, bu ishga boshlab kelgan ziyodi nechisi bor. Qancha maqolani yozdik. Qanchalik hech bo'lmasa Twitterga kirib, biz bildigan inglizcha bilan biz Uyg'urlarga to'g'atmak oson, Uyg'urlar oldiga qo'yib turgan andan bayanan post doktor yoki mana doktoratim deb qo'yib bizga bunda cho'ngchilik qilmoq yomon oson ish. Ammo g'arblikning oldida ayadagi Xitoylar va Twitterga kirib baqsanglar, Xitoylar zarba berdi sizga, g'arbliklar zarba berdi yoki sizning gapingizdan futak tapadi qatorliqlar. Agar bu yerda azroq bilimingiz bo'lmasa, kallangiz sal tushunmasa, yomon biroq shiraqshib qo'ydigan yer bu. Mushlarda qanchamiz bor? Anda nurg'unlar ushshaq ishlar bor. Masalan, coğrafiyada o'qiganlar bor, masalan, vatandagi ashu chiqilgan, o'qilingan, o'qilingan ashu masjidlar, o'rinlar, yana hammasini, masalan, biz Sünniyəbəraqda biz qilishimiz kerak bu ishni. Yani analitik ayollar huquq deymiz, bolalar huquq deymiz, masalan, bütün mush chiqayotgan uchurlarni xotirlash, u uchurlarni kirishtirish, mush qat'iyam to'g'risida bir tadqiqot olib berish. Masalan, biz Uyg'urlarni chiqsak, 700 doktor bor, ammo og'ir ming foiz bu doktorlar bu millatga masalan. Bu dünya Uyg'ur og'ir kirvasa, bir şey kirvasa bo'lmaydi. O'tirga chiqish kerak, dunyoga bilinish kerak, dunyoga bizni bildirish kerak bu doktorlar. Analikin Rusça bildiğin nurgun adamlar var. Rusya'da biz doğruluk nimeler izlemedik o. Arapça bildiğin ne yüz diyen ballar var. Arapça Kur'an okuşu gündemde olmaz. Ne için Arapça o kadar cıklarsa yazılmaydı bize kadar ya yüzümüz yazmaydı böyle. Türkçe hatta ki bir bala doktorluk kirgen bir bal dedi aka Uygurluk doğru tüzük Türkçe materyal yok dedi. Katliam doğrusu materyal olmaz. Bunu ne deyiniz? Şu. Bu şey siyasi kıldığı işaret okumadım şu. Ben nomus qilib bunda ishlarni bombaga qilib ziyolilardan. Bu seninki u unvon, tadqiqot deganlarning hammasi, bularning hammasi hamma daftarlarga ishlar, o'qish, qilish bu. Ammo kimga ishlash, qanday ishlash bu avval siz degandek, agar ziyolilar millatning vijdoni bo'lsa, yoki bo'lsa, bu yomon ters ish bu. U vaqtda burish to'g'risidan bu ziyolilar mana bu ishlarni qilgan bo'ladi. Ama işte kılmaktan ziyaliler yok emas. Bazı ziyaliler olduğun kilişçe bazı işlerini kılıvatıdır. Ama lekin bu yan ziyalilerin şirketlerde ziyalilerimizde bizim ziyalilerimizde bir xil kap yüreklik korkmaslık bunda bir narsa 70 yıl yazı asasen şekillenmedi. Nima uchun? Çünkü Xitoylar ziyolilarni başdan ahiri o'zining siyosatlarini xalqqa tushuntiradigan bir vositachi ustidan foydalandi ziyolilarni. Ziyolilarga o'rin berish, imtiyoz berish va maosh va boshqa shakllar orqali o'zi kutgan ashu ish soldi. Ham ularning kallasini inter qattiq kontrol qilish orqali Uyg'ur xalqini kontrol qilishdak mana shunday maqsadiyati. Demak, Uyg'ur ziyolilari hech zaman o'zi degan bir paytda o'zining nimasini, irodasini ishga oshirishga yo'l qo'yilmay keldi. Ana lekin bag'ansiri shaxsiyatchilashib, faqat Xitoyning siziqdan chiqmadigan yer keldi eng oxirida.
Şu bu xil hodisa bizning chet elga chiqqan ziyonlarimizni ichimizga singib ketgan bir Xitoyga bo'lgan bir qo'rqinch, Xitoyga bo'lgan bir xil cho'qinish ham o'zimizni noyatliqqa bir oliyjanib ko'rsatish, o'zimizning soyasi bo'lgan mana shunday bir xil holatni umumiylik bir shakl. Bu bir xil nima emas, bu Avstraliyalik emas, bu ben dunyoning nurg'un yerlarida ko'rdim bu xil ziyonlarga bir xil qo'rqinish hodisa. Shuna gapimga qaytib kelsam, chet elda xalqimizningki hozir bizningki shu nomdor ziyolilarimizga bo'lgan g'oyat zo'r bir ehtiyoj bor hozir. Har qaysi sohalardan Uyg'urlarning yo'qolayotgan nurg'unlagan qadriyatlari va ularning tadqiq qilinishi, ularning saqlanib qolinishi va ularning dunyoga tunishtirilishi intayin muhim o'rin turayotgan bir vaqt turyapmiz hozir. Mana bu shunday vaqtning o'zida bir necha yil bo'lsa-mu Uyg'ur ziyolilarining o'zining tadqiqotini yoki boshqa ishlarni bir tarafga qayirib qo'yish badalida bu ishni jiddiy qilmasak bizga jiq vaqt berilmadi. Bizga jiq vaqtimiz qolmadi. Men shunchaki narsa deyaman ziyolilarda. Hozir xalqimiz ziyolilarningki kimning nima ish qilayotganligini bak aniq ko'rdi. Bugun xalqimizga xizmat qilmagan ziyolining erta xalqimizga xizmat qiladigan vaqtimiz fursatim bo'lmaydi. Hozir qiladigan vaqt hozir. Qiladigan bizning obyektimiz, bizning xalqimiz. Anan lekin eng aqlli bir narsa desam, buni men g'arb ziyolilarni nes qilaman, Uyg'ur tadqiqotchilarini nes qilaman. Har vaqt mesela tadqiqotda biz obyektlar sirtqi murosifat deymiz-ku. Biz tarixdan beri boshqalarningki tadqiqot obyekt bo'lib kelgan bir millatmiz. Masalan, biz to'g'risida nurg'unlagan sayohat xotiralari yozilgan, dala tekshirishi yozilgan, antropologiyalik mesela tilshunoslikqa oid va boshqa sohalardagi tadqiqotlar yozilgan. Buningda biz degan vaqtda boshdan oxir bir obyekt sifatida, kuzatiladigan bir xalq sifatida keldik. Şunu endi hozircha degan vaqtda buni Xitoydan shunday tadqiq qildi, keyin g'arbliklarni kirgizmay yoki g'arbliklarni chekirib chiqib Xitoy qaramaqda Xitoy shunday qildi. Bizningki endi chiqib, vatanga tursin, chet eldagilarningki o'zimizning obyektlik o'rnimizdan qutulib, o'zimizning subyektiv o'rniga chiqish, ya'ni o'zimizda tadqiq qiladigan, o'zimiz uchun so'zlaydigan va o'zimizning dardini o'zimiz anlatadigan va o'zimizning tadqiqotini o'zimiz qilgan bir vaqtga keldi. Ben Twitter'da jiq ko'raman. Twitter'da ko'plagan Uyg'urlarimizningki bularga ba'zi ziyolilarimizning da'vatini keltirib faqatla dard to'kish. Analiz, o'zimizning qarashlarni o'tirg'a qo'yish, Xitoyningki ba'zi bir siyosatlariga, ba'zi bir nayranlariga va ba'zi bir hodisalarga qarata mustaqil bir baho berish yanimizningki ko'p tubanligini his qilaman, ko'raman. Nima uchun deyapman? Bizda erkin bir ruh, tanqidiy bir ruh bilan o'tirib chiqib turib, o'zimizni boshqa millatlar bilan teng o'rin qo'yib turib, o'zimiz emas, hatto dunyoni baholaydigan bunday bir ziyolilarni bek oz ko'raman. Qalbimiz bizning qat'iyamimizdir. Hatta bo'lsa yig'lab qaqshab bizni manda qilib bordi deyishgina qoldi. Albatta deyishimiz kerak, chunki hozir bu bizning birinchi numurli qilgan ishimiz bu. Ammo shuning bilan bir vaqtda o'zimiz to'g'risida o'zimiz mustaqil bir narsani deyamisak bo'lmaydi. Ammo bizni degizmaydi ekan. Nurg'unlagan odamni xohlamaydi buni. Ammo xohlamasa o'zimizningki kelgusi haqida o'zimiz tushuntirib o'zimiz gapirmasak bo'lmaydi. Buningda ziyolilar uni intayin zo'r. Men buni ta'kidlab qo'yaman. Tamam. Hem sizin bayağı bir akıllı tasvirlep öttünüz, yani şu chet elga chiqqan ziyolilar, vatandaşı ziyolilar hakikaten Xitoy Kommunist Partiyasıniki mayli bisim bo'lsin, mayli tarbiyasi bo'lsin, bir xil sodiqlik ideyasida ishlaydi va yashaydi. Chet elga chiqqandan keyin erkin dunyo bilan uchrashdi. Xalqimizniki ichinish ahvolini vatandagi vaqtidanmi aniqroq bilib oldi masalan. Bunda holatda odam deganning vijdon degan bir nimasi bor. Vijdon qo'zg'alish kerak. Vijdon g'idiqlanganda vatanga, millatiga haqiqiy ish qilib berishni, bo'libmi bilimi bor ziyolilarniki ish qilib berishni o'ylaydiganlar tabiiy. Ammo nihoyatda afsus endi oz bo'lmagan xalqimiz eng cho'ng ziyolilarimiz deb hurmatlaydigan ba'zi nihoyatda aqlli insonlarimizniki shu boy biz tilga olib o'tgan suiqasdlarni, shu qadar ochiq oshkor suiqasdlarni ko'rib turib, yana onun yon besishi, hatto Vankar tipning gapni deyishiga asos berishi, ya'ni 80% ziyoli mening atrofimda deyishiga asos berishi,
Bularniki siyosiy ko'z qarashniki mücmelligidimi yoki hozirgi shunday qo'rqinish ichida yashayotganligidimi yoki vijdonining yetarli emasligidimi sizcha? Menimcha mandacho bu masalan agar Dünya Uyghur Qurultayiningki atrofida 80% ziyoli bo'lsa, buning sababini manda tushunaman. Agar rost bo'lsa kerak, rasmiy deb turay hozir. Ya'ni bu ziyolilarningki ko'p qismi mushundaq bir Dünya Uyghur Qurultayi kabi bir tashkilotga ehtiyojli ular. Nima uchun desa, azroq vijdoni pijildaydi ularningki. Shuning uchun bir ishni qilib, u yerga ko'rinib, o'zini bir ishni qilayotgandek bir ko'rinishni arzu qildi. Uning ustiga ba'zilari milliy burish deb qarasa, ba'zilari millatniki nazaridan chiqib ketishdan masal ansiraydi. Ammo Dünya Uyghur Qurultayi bularni cho'qim Sharq Turkiston deysan, Uyg'urni cho'qim mustaqil qilaman deysan, buning uchun jon menimdan kechman, buning uchun hammadan kechiman deysan demaydi. Shunga bu ziyolilar bo'lsa, u yerda jon baqalaydi siyosiy jihatdan. Andan Dünya Uyghur Qurultayi bunda ziyoliligini amara qildi. Nima uchun degan vaqtda bunda ziyolilik tanqid chiqmaydi. Mana o'xshash tanqid qilib yamanatlik bo'lmaydi, bo'lg'usi yo'q bu ziyolilik. Hatta demaydi. Çatırga qarab, köpüsü çatırga qarab o'tira oladi. Unda bo'lgandan keyin har ikkisi bir-birisiga ehtiyojda. Buni Qashqarchi desak, buni aptiqi shapti to'g'riliqi marazda degan gap bo'ldi. Endi nimani alayman? Talib Xudoyarni alayman. Ben Amerika'da borgan vaqtimda bir 2-3 ziyoli valla buni chilladi bana. Taliblar. Bular mesela Dünya Uyghur Qurultayiga tava yashishni qo'llaydigan bolalarda bular. Ben dedim bularda salihni nima qilaysizlar dedi. Menga to'liq tushuncha deyapti bu bolalar. Desem bu dinchi asabiy bu dedi. Bu her qancha dinchi asabiy bo'lsa-mu, mushuninki mush bayroqni Aqsaroyning oldida ko'tarib turishimi bir cho'ng ish bu dedim. Buni hech qancha tashkil qilamizmi? Qilamizmi? Bu yomon cho'ng ish bu. Agar shu namoyishni qilamiz deb ilgari xalqni aldab kelgandimi namoyishni bir oy qilamidi. Ammo Salih qildi buni. Men shu ziyolilik dedim. Unda bo'lgan bo'lsa, hattoki bir shu qadar gap dedi. Voy, uning bir tuqqunimi birisi uni sarang deydi ekan. Demak bu sarang bo'ldi shundaman sen dedi. Unda bo'lsa, men Salih bilan kurashdim. Men shu bayroq, men Salihga şu bayrakni siliga bersin, sili shu yerda 2 gaplik vaqtinglarni elib, aşağıda namoyishni qilinglar. Salih uyga kirib kelsa, sili o'zingni bildirgan shuarni to'langlar. Demokratiya, erkinlik degan shuarni to'langlar. Salih yo'q unda qilmayman. Nemish unda qilmaysizlar desak, Salihni qilgan ishi biz nemish Salih nimani setib deb bardazi. Salih siliga vatanning nemisiga qancha ziyonsiz barda. Mana deb biring shuni. Deb biramidi. Isbot ko'rsin dedi. Isbot ko'rsatdim. Xo'sh. Unda olsa gap Salih emas, balki sizlarda. Chunki sizlar Salihni yo'qotmasanglar, Salih sizlarga besimchilik deydigan Sharq Turkiston deysan, mustaqillik deysan, hamma nimani ataysan degan 3 oltin prinsipni saran sizlarga ular chiqyapti. Buni qiyg'im yo'q sizlarga. Buni qiyg'im yo'q. Buni demaydigan bir tashkilot bor. Bu tashkilot Dünya Uyghur. Shuni yana beraman unda bor. Chunki bu tashkilotni yig'inga chaqirib qo'ydi. Çay oynaysizlar, qaytib ketisizlar. Ammo Salih degan vaqtda issiqda, sovuqda, yomg'irda, qishda ayollar dirildab turib, bayroqni chil tutib chiqib turib turib, to'xtamay vaqirashga undaydi. Bu sana ilgili. Gap shu. To'g'ri. To'g'ri. Mening uchun asosiy sabab shu, ya'ni az bo'lmagan odamlar shaxsiy manfaatga kelganda u vatanning manfaatini og'izda deb qo'yilgan amaliyotda ko'rsatmaydigan qurbon berish ideyasi yetarli emas. Shunday odamlar ko'p bo'ldiki oramizda. Xalqimiz yana qanday bo'lmasin uning qalbga qarab doktorlik unvoniga paloniyada ishlaydi degan nomiga qarabla voy hocam voy deb tonlarni kiygizib, do'ppa kiygizib, beshida ko'tirdi, ya'ni so'rin qilib birdan yuryapti. Aleyhimullah. Hamda yana bir narsani ham bugun Mamtun apandim siz bilan ko'ngilli ketyapti bu suhbat. Az bo'lmagan savollarim bor, jihnaslarni bedavog'im bor. Ya'ni men bir qonga milanib yotgan, ya'ni jon talashib yotgan bir millatniki bir a'zosi bo'lish suhbatim bilan jiq savollarga, ya'ni bir aql egasidan, bir xalqimiz so'ygan bir doktordan
cavab bağım var. Ben bir adli fuqaro, mesela ben oliy maktab bitirgan. Bu Xitoylar burundan deydig'ini Uyg'urlar qaloq millat, döt millat. Şunu bu haqni yo'qotib o'tish kerak, naslni quritish kerak. Qarasi, yotqini yotqan shu etizda yoki bir bulungda to'rt o'shiqni ko'tarib deb. Amaliyotda meniki bishimda o'tgan napisam, masalan biz o'tir maktab vaqtimizda turdi Tuniyaz deydigan bir o'qituvchi kelgan, shu nimadan kelib, oliy maktab bitirib kelibdi, bizning sinfni qo'lga olib matematika bitirgan odam ekan bu. Shu 5 yil jarayonida shu qadar chin tutib o'qitdiki bizni. Matematikada bizning men Urumchi tajriba o'rtada o'qigan bu Abdum rayon bo'yicha eng nuqtaliq o'tir maktab hamdi. Aşağıda Xitoyning eng oliylari, eng aqlliqlari o'qiydigan maktab hamdi. Bu yerda biz shu 5 yil tirish orqali shu bir tajriba sinfi va Xitoyniki matematikada eng ilg'or sinfi. Shu sinfni biz yengan. Bizning sinf shu Xitoylarni yengan matematikada. Şu çağda Abdum rayon bo'yicha bir g'ulg'ul bo'lib ketgan. Mundami Uyg'urlar ekan deb. Amaliyotda biz odatdagi bu Uyg'urlar edik. U yerda yengandan keyin Bejingga borib oliy maktabda o'qidim. Bejing pedagogikada o'qish jarayonida biz yana 20 bola Uyg'urlar bir sinf bo'lib o'qigan. Oshadimi? Xalqarada shu matematikada ruslarni, Xitoylarni matematikada eng oldida mangdi deydi-ku. Oshadimi biz Xitoyni yangdiq yana matematikada. Hayron qoldirgan. Shuning eskigidan bu Uyg'ur asli şu kadar aqlli millat. Masalan, siznikimi o'qish jarayoningizda bir diksiyangizdan oldimmi dedim oldim. O'sha falsafa fanlarida o'qishga bilganmi, bir yerda o'qiyotgan vaqtingizda sinfingizda bir Xitoylar olmish. Kelganda bir xil ko'zga ilmos nazarda qarab sizga, sen mushu olimga falsafa mushundoq bir murakkab fanda biz bilan o'qig'dak bir keldingmi deb bir masxir qilibdi. Ammo sizmi bir necha yil o'qishdan keyin amaliy natijamiz bilan bu Xitoylarga nihoyat yaxshi javob berib ekansiz. Demakki, Uyg'ur asli bir isl millat, bir aqlli millat. Faqatla shu vatanimizni qo'ldan berib qo'yganimiz uchun, asorat qilganimiz uchun biz ko'z yumay tillaydigan Mo'ng Xitoylar, Mo'nglur Xitoylar bizni shundoq döt millat, maynat millat, yana buni maynatlik, aqlliq jihatda Xitoy bizning qo'limizga suv qo'shib beramaydi. Mening hayotim bo'yicha his qilganim. Ammo sizning kitobingizda yozgandek psixologiyalik urushlar, Uyg'urlarni shu har xil burmilgan tarix va yoki siyosiy atalg'ular bilan tillab haqoratlash orqali Uyg'ur orasida bir xil qo'rqinchli ideyani shakllantirib qo'ydi. Ya'ni Uyg'urlar orasida haqiqatan biz yaramas millat. Rost-ku biz Xitoydan dötqu. Biz ularga yetmaymiz-ku. Fan texnikali ishtimimiz yo'q. Ya bir ko'z ko'ringan doktor ya bir olimlarimiz yo'q. Hatta bir dazmal, bir unalg'u yasamaymiz. Biz döt o'g'andan keyin g'it qisib nenimizni yeyli deydigan bir qo'rqinchli bir ideyani shakllantirib qo'ygan. Vatanda shundaqdi, ammo chet elga chiqibmi men az bo'lmagan Uyg'urlar orasida mushu qo'rqinchli ideyaniki hukm surayotganligini ko'rib, bakmi qo'rqima, bakmi ko'nglim yerim bo'ladi. Sizning endi mushu ideyadagi Uyg'urlarimizga deydigan ko'ngil so'zlaringiz bo'lsa anglasak, Mehmet efendim. Men bu jihatda yamanjiq yaqinda maxsus shu Uyg'urlarninki tafakkuri to'g'risida bir kitobni yozayotgan. Bu kitobni men keyin qat'iyam to'g'risidagi psixologiya mashhurligi endi mushabirganda deydi. Endi shu Uyg'urlar psixologiyadagi urushning davomi sifatida Uyg'urlar qat'iyamda degan kitobni ikkinchi kitobimni yozib taqdirganda buni butun nemisini o'qib bo'ldim. Buni men nashriyat bilan so'zlashib yaqinda nashr qilmoqchi. Bu faqat 3 yillik bizning beshimizda o'tgan ahvolni yana psixologik jihatdan boshqa usullar bilan, yangi usullar bilan analiz qilish atalgan bir kitob bu. Endi meni undan burun yozayotgan kitobimda shu Uyg'urlarninki tafakkur odatida men nurg'un narsani bayqadim. Hamda bunida yaxshi narsalar bor, men bayqagan yomon narsalar bor. Yaxshi narsalarninki bir yeri nima degan vaqtda Uyg'urlarning tafakkurininki intayin murakkab bir millatning tafakkurini bir nima demak, nihoyatda bir qiyin bir ish endi.
Ama mustamlikaga tushgan bir millatninki ma'rifininki cho'qim mustamlika ma'rifi bo'lganligi intayin aqalli bir ish. Ikkinchisi mustamlika millatning ma'rifininki cho'qim mustamlika uchun xizmat qildirilganligidan iborat bu paket hammamiz biladigan bir narsa endi. Bu nima emas bu? Anadaki bizdeki ma'rif şaraitlerimiz ve ma'rifimiz silingan, aşı silinmalar ve başka cevaplar Xitaylarla gayet zor bir farklı şekillendirdi. Ama şunda doğrusu bizdeki yana ma'rifda yana chet ellarga chiqib o'qiy olishimiz, o'zimizning kasbiga ma'lum natijalarni qozona olishimiz, shunday qilib vatandoshlarga ma'lum ishlar qila olishimiz haqiqatan oson emas. Biz boshqalarga qaragan vaqtda Xitoylarga qaragan vaqtda necha assa kuch sarf qilishga majbur bo'lib ekanmiz. Bu shunday bo'ldi. Endi Uyg'urlarningki umumyuzlik shu aqllilik darajasi, endi dunyoda aqllilik darajasini o'lchaydigan narsa faqat bu yerda aql koeffitsient degan bir narsa bor. IQ deymiz inglizcha, buni bilasizlar. IQ'ninki Uyg'urlar ichida elib qanchalik IQ'sining borligini men bilmayman, Uyg'urlarning IQ'sining qanday. Ammo Xitoylarningki IQ'si haqiqatan dunyoda oldin o'rin turdi. Masalan, Xitoylarningki odatda 106 kam. Hatta ba'zi yerlarningki, masalan, Jiangsu'ningki 110 necha bo'lgan. Bu dunyoning o'rtacha nimasi 106 danmi alqan bir nimada. Demak, Xitoyningki dengiz bo'yidagi shu sharq dengiz bo'yida rayonlardagi IQ'larningki ahvoli aqllilik koeffitsiyenti faqat yuqori bo'ladi ekan. Qatorliqlar. Uyg'urlarningki ko'p elitadiganini bilmayman, ammo Uyg'urlarningki boshqa millatlarniki desak, masalan, O'zbeklarningki bo'ladi ekan, qozoqlarning bo'ladi ekan, mo'g'ullarning bo'ladi ekan, qatorliqlar shu 100 dan atrofida chiqadi ekan. Demak, Xitoyda sal nimarak o'tirib tursin. Ammo mustamlikalarning o'zida bizningki ma'rifimizningki taraqqiyotini asos qilamiz. Ammo Uyg'urlarningki mustamlika sharoitini bahona qilib olish orqali ma'rifda bilim egallamaslikka yoki o'zini ilmga atamaslikning o'zi bu bizniki o'zimiz topgan bir mag'lubiyatning ifodasi bo'ldi. Chunki bizdek asarat qilgan bir millat texidimni o'rganishimiz, texidimni tirishishimiz bizni asaratga tushirgan millatdimi nechasi tushishimiz kerak. Chunki biz ma'lum jihatdan dunyoda bilim orqali o'zimizni qutqiza olamiz. Mana hozir Adrian Zenizli'de o'tganda Uyg'urlarningki qatliamininki dunyoninki kun tartibiga kelmasligininki yana bir sabablaridan birisi Uyg'urlardagi ilm egallarining oz bo'lishi va ularningki iqtisodiy kuchning ojiz bo'lishi mumkin dedi. Bu intayin to'g'ri gapimiz bu. Endi biz chet elga chiqsak, bularni shu mening Turkiyaga nazar solsam, nurg'unlagan kasblar bor bizlar. Biz o'rganadigan, hozir dunyoda kasblarga o kadar jiqlab ketdi. Ammo ma'riflashish, bu kasblarni o'rganish intayin oz. Odamlarning diqqatini qo'zg'aydi. Uning ustiga mening tushunmaydiganim intayin ko'p sonli odamlarningki, ilohiyashunoslikni yoki boshqa shayotdagi kasblarga bo'lgan qiziqishni haddan ziyod ko'p bo'lishi. Ben bunu hata demeyemedim ama hadden ziyade köp de var. Anadaki chet el tilini bilish, bilgen bilen onu tekrar ilgiriler, bulatmamış garip tilini bilish ve onu tekrar ilgiriler garip ilim fenlerini işletiş bu vücutta bizim millet yanıla intayin ağır oturmaz. Mesela bizdeki hazır Xitoylar söylüşmeye baktığımızda mesela Xitoydan qaçaniki biz qutulamiz deyotganmiz, bu qutulishninki eng chong kuchning birisi ilm qutilish kerak. Bu qatorliq qatliamlar bizning ziyolilarimizningki kuchining qanchalik o'rtaga chiqib qoldi deydi. Biz ne sun'iy amra orqali Xitoyning kichik narsa qilamidik, ne hackerlik orqali Xitoyningki tortlarni davlat ishlik narsani buzg'unchiligini qilamidik, yoki boshqa bir usullar orqali, ilm-fan usullar orqali dunyoda ko'zga ko'rinar bir Uyg'ur babo degan ilm-fan nimasini qilamidik, o'tirib chiqamidik. Hatto Turkiyadami Uyg'ur desa, masalan deydi, Turkiyadagilardan ahvol so'rasam, Turkiyalik ahvol desam, masalan, Uyg'urga vakillik qiladigan bir imaj yo'q Turkiyada. Mesela Türkiye'dekiler özününki ilim fendeki en çok adımını kimden parayla diye vakti Aziz Sancar'ı gösteriyor. Hepimiz biliriz. Aziz Sancar mukafatı var. Bugün de
Prezident Erdoğan bu mükafat doğrusa sözledi bir getir. Hmm. Demek Nobel mükafatına erişken bir adamı bağlılar. Mesela en adresisi. İlim bende. Ama bizde aşırıda Nobel mükafatı başkalarında adamlarımız çıkan yakın kıyam olsa o vakitte aş adamlarımızdaki bir ilmi bizge bir obraz olsa, milletin ilim ben adamı milletin obraz olsa o vakitte bizim ahvalimiz başka olacaktı. Çünkü insanınki kallasında şunda bir taraflık var ki ular set adamga set adamdan qabul qilinadi lekin dört adamdan qabul qilinmaydi. Yoki ta'kid etsam, ular set adamninki fojiaga uchrashiga yana azroq qutuldirdiki, ammo dört adamdan fojiaga uchrashishni o'zidan beshiga kelgan falokatda ko'p hollarda kor bo'lmaydi. Agar biz o'zimizningki bu deganlikning o'zi butun narsa bu bizning aqlga o'tkazmasa bo'ladigan ish emas. Ammo shuning uchunmi biz o'zimizningki bir madaniyat yaratgan, ham madaniyat yarata oladigan bir millatimizni o'rtaga chiqarsak, u vaqtning o'zida ma'lum jihatdan dunyoning Uyg'urlarning ishiga bo'lgan qiziqishi va Uyg'urlarning ishini bo'lgan ta'qirsizlik tuyg'usi texnidan oshgan bo'ladi demoqchiman. To'g'ri. Şuna gepim qaytib kelsam, Uyg'urlarningki agar kelgusidagi eng chong bizga o'xshash, yana bir nuqtalar bor, men bu to'g'ri to'xtalmay, ammo eng chong nuqtalarning birisi nima deganim bu gapni jiqtab ketdim. Bizningki butun nimamiz yo'qotilgan ahvol ostida chet eldagi Uyg'urlarningki eng chong yo'qotmayotgan bir narsamizdan birisi bizning kallamiz. Bu bo'shliqda biz o'zimizni qaytadan qurib chiqishimiz kerak. Bu boşluqni haqiqatan rivojlantirgan va bu boşluqni taraqqiy qildirgan narsa ma'rif. Ma'rifdan boshqa ulug' bir kuch yo'q. Bularni bizga o'xshash mustamlaka uzun yil tushgan bir millat uchun ma'rif bilim egallashning yo'li emas, balki o'zini qutqizishninki, o'zini qurollantirishninki va keyingi avlodlarni haqiqatan uzoq so'ziladigan bir uzoq bir mujodalaga tayyor qilishninki intayin muhim bir yo'l bo'ldi. Ma'rif uning ustida bizdeki bu ma'arifninki hozirgi ahvol ostida g'arb davlatlari bo'lsin, Turkiya bo'lsa, boshqa yerda bo'lsin, o'zimizning qo'lda emas. Bunda bo'lishini intayin qiyin. Mushundaq ahvol ostida qanday qiyin vaqtda mush ma'rifni o'zimizning mavjudligininki hozirgi asosli masalalarga yondashtirib ma'ndira olamiz deyishni intayin cho'ng bir masala. Ana lekin bizning tilimiz, Uyg'ur tilimiz masalamiz va qatorliqlar. Demak, gapimiz yig'ib kelsa, Uyg'urlarninki aqlliq bo'lmasligi men uchun ancha muhim emas, ammo Uyg'urlarningki ma'rifda qanchalik tarbiyalanib, o'zi olgan bilimni amaliyotda ishlatilmasligi men uchun intayin muhim. Men uchun natija muhim, ammo men hozirgidek Uyg'urlar aqlliq millatni yoki dört millatni manda samoviy qarashlarga endi bakchiq qiziqmayman. Qiziqligini nima deb olamiz? To'g'ri. Qanchalik bilim ekanida buni nimalarga ishlatalaymiz? Bunda bir narsa menimki hozir qiziqadigan bir nuqtam bu. Bunaqa gapim savol javob keldi. Tamam. Yana bir bilmoqchi bo'lgan ishim hamda Uyg'urniki shu chet elga chiqqan Uyg'urlarning ichida oz bo'lmaganlarniki behuda qirilib ketganliklarini ko'rdik, masalan deylik. Shu nayt g'ayriy ahvol bo'ldi, shu vatanda bir yezdan bir yezga o'tkichmi, kim nima yo'l xati degandek bir nimadan ko'rsatib o'tadigan bir vaziyatda shu vatanimizdan 10 minglagan Uyg'urlar ajoyib g'ayriy bir yo'llar bilan Janubiy Osiyo davlatlari orqali Turkiyaga yetib kelib, undan keyin yoki O'rta Osiyo davlatlari orqali shu Suriyaga berib, oz bo'lmagan qiron yoshlarimiz behuda o'zini qurbon qilib qo'ygan, jinni seppagan ahvolni ko'rdik. Bu ish bir necha yilga so'zildi, ham hozirmi davom qilyotdi, uning qoldig'i tuguni yo'q. Bu jarayonda har xil xabarlar kelib turdi bizga. Odatdagi fuqarolarimiz, odatdagi xalqimizning buning qallisi yetmadi deydi. Bu nima bo'lyotdi? Anqaramidi deydi. Ammo millatning cho'ng mingisi atalgan ziyolilarimiz bu ahvollarni ko'rgandan keyin bir xulosaga kelgan bo'lish kerak. Ya'ni buning bir suiqasd, bir o'yin ekanligini bilgan bo'lish kerak. Hamdiki so'rmoqchi bo'lganim, ziyolilarimiz
aldı bilen hem uçurun aldın egellaydigan hem muloyiza qilib bir yakun chiqara oladigan bir kollektiv bo'lish sifati bilan mush ahvollarda bir sadosini ya'ni bir yoki bir narsaning ovozli holda barliq tashkilotlar va barliq uyg'urlarga xitob qilmaganligini ko'rdik. Ya'ni ma bir suiqasd, ma bir Xitoyniki o'yini aldanmaydi degandek bir sadoni jarayonliq holda xalqimizga yetkazmaganligini ko'rdik. Ben bunu sormak istedim. Bu yerda nima oldu? Ziyolilarimiz sukutni tanladı mı yoki bu ishning mohiyatini bilanmidi mi yoki buni xalqimizga yetkazish orqali bu ishning oldini olishga kuchi yetmay qoldimi? Menimcha bu nəhayət yaxşı sual oldu. Uyg'urlarninki shu yaqinqi zaman tarixida xabarimizda ikki cho'ng bir voqelik bo'ldi. Birinchisi 97 yıl ətrafındakı O'rta Osiyo, Afg'oniston, Pokiston, hatto Iran qatorliq shu rayonlar yetkirilgan qarshilik harakatlari. Buningdagi bir qadar biladiganlarimiz ham shu G'ulom Kamning ba'zi aslimalarida yozildi. Bu birinchisi. Ikkinchisi Suriya voqeasi. Hamda birinchisida Afg'onistondagi tutilgan Uyg'urlar vaqtda shu vaqtda Guantanamo Uyg'urlardan iborat bir Uyg'urlarning o'tirg'i chiqishi bilan va ular bilan yerimiz birga ishlagan palada 6 qarindoshimiz bilan ayni vaqtda hech kimga bilinmagan Uyg'urlar 2001 yildan keyin Afg'oniston tutilgandan keyin Uyg'ur musulmonlari hatto Uyg'ur terrorchilar degan nimalar bilan g'arbniki nimalarda tilga ilindi. Ana lekin Xitoyninki ayni vaqtdagi 2001dan burungi zo'ravonlik degan 95 Urumchidagi avtobus portlashini ashlar qildi deyilgan bo'ldi. Ba'zi chog'da bular tuyuqsizlar nimaga chiqib qilib televiziyamizga chiqib qilib ashvaqalarga o'zininki qilganligini dedi. Shuning bilan Xitoylar buni kuchiga chiqqan zo'ravonlik voqealari deb tasvirlab kelayotgan shu chog'da. Keyin 7 nomerlik hujjat chiqdi. Shu 7 nomerlik hujjatdan keyin 97-yilga ish bo'ldi. Mana bu vaqtchalik qilsa odamlarga diqqatini qo'zg'aydigan ishlarda 7 nomerlik mesela uning oldida barin inqilob bo'ldi, 7 nomerlik hujjat bo'ldi, andan keyin O'rta Osiyo ishlar bo'ldi, andan keyin bu mag'lub qilib yana shu Sharq Turkiston Islom partiyasi degandek bir partiya buyoqda qoldi. Keyin bu ziyolilar to'pi yoki millatchilar to'pi chechinib ketib Amazondan har taraflarga ketdi. Uning orqasidan biz Xitoydagi 2001dan tortib Uyg'urlarni terrorchi deb aytlash tushdi. Uchoq u bo'lginchi, zo'ravonlik degan gapni qo'yaplar, Xitoyni biroqla terrorizmga qarshi degan gap tushdi. Shundaqmi? Taki bu 2015-2016 yuqori bo'lganda Suriyada Uyg'urlar to'xtadi. Demak, ikki voqea Uyg'urlarninki yaqinqi 30 yillik tarixini kuzatsak, bir g'oyat zo'r bir planninki ijro qilinishda kurashishdan boshqa amalimiz yo'q. Anadan keyin nayta qiziqarli bir yeri yoki qiziqarli emas, nayta odamlar diqqatini tortadigan yeri shu Suriyadagi jihodga olib hech qaysi qat'iyamda ovoz chiqmay yo'qolib ketdi bularninki. Nima uchun? Chunki bularninki Uyg'urlarninki mushu qirg'inchilikning hammasini ishga qo'shib bo'ldi bular. Köp kısmı. Mayli uni bilib qilgan bo'lsin, bilmay qilgan bo'lsin. Chunki bizningki ayni vaqtda Afg'onistondagi tajribamiz bizga oldi bilan shuni bildirish kerak ekanki, islomiy yo'l bilan olib boradigan inqilobda Xitoyninki kontrolligi ko'p bo'lib ketish sababdan ziyon bizga ko'proq bo'ladi. Uyg'urlarninki Pokistondan iborat Xitoydan eng yaqin bir davlatda bir Xitoyga qarshi bir tashkilotning bo'lishi eng oddiy mantiqida kallaga sig'maydi. Eng oddiy mantiqda. Bu o'xshash bir zihniyatga shu vaqt o'xshash ziyon Suriyanikida necha hassa isbotlandi. Anadan biz ash berayotgan vaqtning o'zida mening tushunishimda ba'zi bizning diniy yetakchilarimiz deb qaralganlarning keyin ba'zilarning nazarida mush ishlardan bir Xitoyga qarshi bir ish yo'lab qilamiki deydigan bir ham xiyol bo'ldi. Bu ham xiyolni xato deyman. Nima uchun xato deysansiz, dal shu odamlar 97-yilda hech qilmagan odamlar taşı. Hatto o'zining jinan aroq ichib, qashqan odamlar bor. Endi mushundaq ahvol ostida
Suriye'nin işine tekrar işin bulmaydı. Neymişken 97. yıldaki Xitay bilen 2015. yıldaki Xitay asasen okşamaydigan iki Xitay bu. Gerçi niyeti, tabiati hemimiz okşaşıyorsunuz çünkü harbiy kuch ve diplomatiya kuchi jihatdan 2015 Xitay dünyani so'raydi deyishga boshlayotgan bir Xitay bu. Mushundaq ahvol aslida Suriyada Xitoydan necha ming kilometr yiroq bir yerdan Xitoyga qarshi bir kuch bo'lib qolamdi deyishning o'zi siyosiy jihatdagi kuchib chiqqan hamoqatlikdan boshqa narsa emas. Bu bir. İkincisi, yani bazı dini adamlarımız bu haqda bu narsani ko'rdi, bunun xatarini his qildi, lekin ko'pinchisi jim turdi. Jim turgan bo'lsa farq ko'rsatsin. Biz mama degan to'pol deganli bor. Men anglag'imda deganli bor. Lekin ovozimiz kuchli bo'lmadi. Hatto Rabiya Qodir xonimning ovozi kuchli bo'lmadi. Bu jihatdan Rabiya Qodir xonimni tanqidlayman. Shu chaqda ovoz kuchli bo'ladigan odamimizni Rabiya Qodir xonimdi. Bu turibdi so'ng. Misr voqeasini olaylik. Misr voqeasiningki fojialigi bunimizning ustiga turib turayotgan ishdi shu. Vatanga qaytmanglar deb jar solgan bir lider bo'ldimi? Ikkinchisi, albatta ko'pimiz qo'rqib Misrga borolmadik-ku. Shu yerga berib turib Uyg'urlar qutqizish ishiga ko'p qatnashamadiq. Shu yerda tashviqot ashad olib borolmadik. Oxirchi Uyg'urlar turkumlab ash bolalar, yosh bolalar, qirollar, bizning kelgusimiz ketdi necha minglagan bolalar. Shu vayronchilikniki da'da hozir bo'ladi-ku. Endi Suriyadagi ishmi shunday bo'ldi. Gülüp durduk. Muştinki bizge korkunçluk afet ekildiğalarını bilip durduk. Köp kısmımız. Ben de şunu açıda. Ne için? Xitay 2015-2016 muş işten kiyilla dünya Uygur kuldan içinde Rabiya Qodirni örüp boğandan kiyilla 2017'de intihar tizlikte laylarını kurup gitti. Hemimiz şu diye vakit birbirisiyle sebep netice zincir boyunca katlam bağlanıp birisi ikincisini yoki onun keyingisini shart qilib o'tirib chiqib menga bir ilgirli hareket bu. Shunday. Shuning bilan biz bu narsani qilamiz. Demak, agar men yana bir narsa qilay. Agar Suriyaning siri ochilmaydi ekan, Uyg'urlarning buniki siyosiy nimasi bo'lmaydi. Ularning bu rayonda Uyg'urlarningki siyosiy kelgusi bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki bu ishda nurg'un sirlar bor. Nurg'un odamlar qatnashgan ishlar bor bunun ichida. Hem bu Uyg'urlarningki hayot mamati bir millatning halok bo'lishini keltirib chiqargan ishlardan birisi. Albatta, ba'zilar deydiki, buni Xitoy qildi, to'g'ri Xitoy qildi, ammo destekni kim tepadi? O'zimiz tepadi. Shu vaqtda 2012, 2013, 2014-yillar vatanga degan ashulaqa WeChat degan nim bor ekan, shu chaqda shuningga chet elda turib, nurg'unlagan so'zni kirgizgan qarindoshlarimiz bor, atrofimizda yuradi. Ehtimol ular İslami burchimizni ado qildik deyotgandir. Ammo Xitoyning temir tapini ostidagi ash xalqimizni jihodga chaqirishning o'zi agar ular kesimeylikdi, ammo Xitoy ashlarning qo'yib berib, qasddan vatandaşlarni ashulaqa o'rindan qo'pqizib turib, ularning diniy hissiyat urg'tirib, eng og'isi Uyg'urlarning hammasini diniy asabiylik yoki terrorizm bilan anaqasiga e'lon qildi. Demak, biz 97'deki geçinişlik faciadan keyin aşın açık sabah almay, maqatab unudunma eğrini, unudunma korkunçluğunu ötküzdük. Okşa sebepini. Üçüncüsünü ötküzmeyimiz ilgili olmaydı. Neymiş kal? Çünkü bizde sabah kılış olmaydı iken, tatbik kılış olmaydı iken, ne ziyanilerimiz, ne siyasi adamlarımızdaki bu işin sizimçanlığı, ya ki bu işin aldığın işinizde çakırık gücü, ya ki buranın toz iqtidarı olmaydı iken, bunda bo'lgan vaqtda shu degan vaqtda agar biz Xitoyda agar biz uzilib chiqish yana bir yerda lozim bo'lib qolsak, yana o'sha so'chib kelaveramiz. Hech narsa qilolmaymiz biz unda qilmasligimiz kerak. Shunday. Shu bu jihatga ilib etgan vaqtda oxirgi gapimiz chiqsam, ziyolilarimizniki bo'lsin yoki boshqalarimiz bo'lsin, eng cho'ng bizniki bu nimaga o'xshaydi degan vaqtda bir millatningki taqdirida bu qadar o'zgartirayotgan bir ishga nisbatan intayin sovuqqonlik bilan yakun chiqarish bo'lmasa, masalan, Uyg'urlar boshqa jihatdan yoki boshqa bir sababdan bu holat chiqib qolgan bo'lsa, uning o'zi boshqacha. Xitoyning bevosita bizni qarlayotgan ishi terrorchilik tursa, bu terrorchilikning dastlabki Suriyada chiqayotgan tursa,
Yani bunu tədqiq qılmasak, biz özümüzün ölümünü tədqiq qılmagan, ölümümüzün səbəbini tədqiq qılmagan bo'lamiz. Agar o'zining o'limini bir millat tadqiq qilsa, u o'limga mahkum bo'lganlikqa arziydigan bir millat bo'ladi. Aqliga bir millat emas, bir shaxs bo'lsa-mu, o'zining nima uchun shu kunga qolganligini cho'qim sababini tadqiq qiladi. Bundan hech bo'lmasa tadqiq savobga erishishga intildi. Bu aqalli bir sabab bu. Agar buni qilmasak, shu degan vaqtda biz nimaga o'lganligimizni bilmay o'layotgan bir millatimiz bu vaqtimizda. Shunchalik. Ikkinchi tartibimiz bu. Shu. Endi boyaqi bir eg'iz gapingiz bir ishni eslatib qo'ydi. Menga o'tganda bir programma chiqibdi ekansiz. O'zingizki shu tashviqot xizmati bilan shug'ullanish jarayonidagi daftarni to'kib peshkadan bilan suhbat qilib qolibsiz. Bu ish ham boyaqi bir eg'iz gapingiz bir ishni eslatib qoldi. Ya'ni shu mayli qandaqli bo'lsin, nima ish qilaylik? Chet eldagi Uyg'urlarning kuchini birga akilish bo'lsin va yoki to'g'ri yo'lga yetaklash bo'lsin. Buningda shu tashviqotning roli nihoyat muhim. Ya'ni hozir qo'limizda qurol yo'q, faqat qila oladiganimiz tashviqot orqali xalqimizning ideyasini birlikka keltirish, haqni ayirishga yordam berish va boshqalar. Hozir xalqaro bu medianing kuchini nihoyat kuchli tasvirlaydi. Hamda buningda siz tasvirlagandek har bir tashkilotning o'z oldiga qonuniy va xuddi ayni Xitoyda ko'ch-ko'chlar qonun qilib o'zini maqtaganga yoki partiyani maqtaganga o'xshashlar. U tamam. Masalan, tashkilotlarningki u o'zining mediasi tabiiy o'zining gapini qiladi. Ammo bizda chet eldagi shu medialar ichida bir qonunliq, ya'ni muntazam bir media bor-da, ammo Radio Free Asia, Erkin Osiyo radiosi. Bu Amerikaliklarningki hamda topshirgan beji bilan boshqarilayotgan bir radio hamda. Ya'ni Amerikaliklar bu ishni maqsadda qilgan, endi Uyg'urning holini bilgachga bu radioni ishpagan bir muntazam bir radio hamda. Ammo nihoyat afsus, bu radio biz boya tasvirlagan suiqasd bilan qo'lga ilingan tashkilotlarniki tashviqotchisi bo'lib qoldi. Ko'pincharoq mayli nima qilsin, to'g'ri qilsin, xato qilsin, shuni maqtaydigan bir tashviqot quroli bo'lib qoldi. Bundan xalqimizning ko'ngli nihoyat yerim ham mayuslimdir. Uni bir misol desak, yana bir misol hamda o'z oldiga erkin media ichib olganlar bir qismlar bor-da. Bularmi hamda qanday bo'lsin qo'ldan kelishicha ish qilyotdi. Ammo men vatanda masalan 10 yil axborotda ishlagan odam Xitoyning axborotiniki yolg'onchiligidan, maqtanchiligidan, ya'ni bir taraflama tashviqotidan zerikib yenib chiqqan, hamma tashlabman. Bu yerga chiqqandan keyin shu o'z oldiga erkin media ichib olganlarning ichida shundoq maqtashni asos qiladigan, xalqimiz ichidagi hozir jiddiy masalalar, negizlik masalalarni dadil o'tirib qo'ya olmaydigan, har xil iqimdagi odamlarni amal va ekranga chiqiriblar, shu bir Qashqarning oq ko'sida yaymayagandek oqnimi, qornimi, to'mitasaknimi, oltin kumushnimi qo'shib sotadigan mushta holatda. Ya'ni asli medianing roli meningcha bo'lganda nima bo'lish kerak deganda, aramizda saqlanayotgan masalalar va ziddiyatlarni aniq oshkor o'tirg'i qo'yib, o'xshamaydigan ideyadagilarni biriga akilib munozara qildirish orqali to'g'ri xatoni ayirish. Mush orqali xalqimizga bir haqni ayirib berishga yordamchi rol o'ynash. Shunday bo'lish kerakdi. Ammo bunda rol o'ynayapti. Ham uning ustiga boya masalan siz degandek shu chet elga chiqib turib, tabning ustiga turib, shu WeChat degan bir nimada foydalanib vatanimizga 5-6 millionga odamga jihad chaqirig'i chiqarib, endi oshining ichida bir qismi ta'sirlanib Suriyaga ketdimi degan savolga javob bera olmaydi hech kim. Ishim bilmaydi, ammo uning ta'sir ko'rsatganligi tabiiyki bor. Shu chog'da siz bir savol so'ragandingiz. Sen chet elga chiqib turib, erkin dunyoda o'tirib, shundoq vatandagilarning vaziyatini bilmaysa emas, aniq bilsa, ashtoqchi jihad chaqiriq qilsang va nasihat qilsang, dindan, ya'ni bir chaqiriq deb atadi-da u. Mushtaq qilsang, vatandagilar tutilib qolsa, turmalarga solansa, yoki etilib ketsa, vijdoning azoblanmamdi desangiz, yo'q. Men faqat Alloh buyurgan ishni qilaman. Ular tutilib qolsa, o'zi qutuladi. Amalni o'zi qiladi deganga o'xshash bir safosiz bir odamni cho'chitadigan javobni berdi-da. Mana mushundaqlarmi
hozir ekran ochib tashviqotchilik qilyotidi. Endi demakchi bo'lganim qisqa ixchamlab desam gapimda bizning tashviqot Uyg'urlarning chet eldagi shu tashviqotida nihoyatda bir qalayimqonchilik bor, egizpastlik bor. Ya'ni bir muqim bir nishon yo'q, to'g'ri yo'lni tanlash yo'q. Ekranga chiqib o'zini ko'rsatiblar, shu oqma qarma hammani qo'shib sota olsa, ekranda ko'rina olsalar, uning unimining natijasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar tashviqotini qiliblar, shu ishni davom qila olsalar, elakmonlar deydigan bir holat mavjud. Endi tashviqotning rolini siz obdan bilsizmi, efendim? Mushu holimizga sizniki bir o'ylaganlaringiz, ko'z qarashingizni biz anglab boqsak. Teşvikat, bu bizden iki xil teşvikat bo'lib yani üç xil değil. Birisi Erkin Asiya Radyosu, ikincisi bazı hazırki kurulgan ve kuruluvatkan teşkilatlarınki özününki organ teşvikat vasıtaları, muasseseleri. Üçüncüsü sizlerle okşaş özü erkin, seyyare, yani fidai şekilde açıkan teşvikatın değil. Hem de Erkin Asiya'nınki to'g'risi qisqa to'xtalib o'tay. Men Erkin Asiya radiosiningki shu lager to'g'risidagi qilgan xizmatlarini ba'zilarini haqiqatan muayyanlashtirishga bo'ladi. Bularni Uyg'urlarningki vatanning ichidagi ba'zi bir uchurlarni elishi ham Erkin Asiyadagi shu muxbirlarningki o'ziningki uyidagi ota-onalari va bir tuqqanlariningki o'zining xizmat sabablik Xitoy tarafidan o'ch ilinib, yoki tutqoqlikka ilinib, ma'lumotlar besim tushirish sababli lagerlarga solinishdak mana inson qalbidan chiqqan jazolash ahvollarini hech kimdan qo'rqmay bir xil axloqiy burch va kasbiy burch tuyg'usi bilan dunyoga anglitishning o'zi albatta bizning ayni vaqtdagi chet eldagi guvohlik berish to'lqinninki qo'zg'alishda dastlabki boshlamchilik yoki avangard rol o'ynaydi deyishga bo'ladi. Bu jihatda men İkincisi Erkin Asiya Radyosu'nunki eğer xabari haqiqiy fakt asosida mesela şu ayollarning cheç to'g'risidagi xabarlar bo'lsin, bizning guvohchilarimizningki bergan Uyg'urcha mesela suhbat xotirlarininki inglizcha tarjima qilinishlari yoki vatanda bo'layotgan ba'zi bir u yerdan olgan uchurlar yoki vatandagi ziyolilarni dalillash, dalillashlar bo'lsin. Mush jihat yozilgan xabarlarninki har qanday Uyg'urcha yozilib, bu inglizcha tarjima qilinsa, u ishonchli xabar sifatida ilinib, dunyodagi boshqa medialarninki, kishilik huquq tashkilotlarining yoki hukumat organlarininki ishlatilishiga shuna bir narsa erishdi, imtiyozlashdi. Bu intayin yaxshi bo'ldi. Ammo Erkin Asiya Radyosunu men o'zim chaqqan boshliqlarchi, bularninki bir tarafdagi boshliqdagi bizga o'xshash o'qituvchilarni men bu hozir ikki kishi bo'ldi so'z asosan so'zlamayman. Söz vermezlik. Mesela bu Rabia Kadir'ni çekleştim başlandı, Rabia Kadir'ni qo'llaganini çekleştim başlandı. Anadaki fakat Dünya Uygur Kurultayı'nınla obro'yini ko'tarish uchun nima qildi? Bular bu olim Setovning boshqa qilgan ishi shu. Intayin bir taraf intan g'aljiroqdan qilgan ishi shu. Hamda bu bichorninki bu kadar qilgan ishlar bichora bir dayo'lab ketamadi ya bizning millatga. Bu kadar kuchladiki ama bo'lolmadi. Nimishqa? Hemen nasıl oturdu? Hemen böyle bu işlerine. Bunun da benim davetlerim bu radyo Erkin Asiya'daki erkin fikir kılıdığan adamlarınki emas, belki erkin fikir kılıdığanlarınki avazını boğduğan ve müstebetlik kılıdığan Xitay'ın kılıdığındaki bir radyo buludu bu cihette ekip tarafı. Yüzününki beşinin üstündeki Marks'ı Asiya'da kılıdığan radyo erkin fikir başı olmayan bulundu. Mesela bunun da çoğu diye vakti ökçülerin ismi yok yani. Mesela benim boşum ben hazır, benim temelim yok hazır. Nimem yok. Onu verip sözüyle ubdaklarım yok. Fakat ısıtın noktasın. Bir kesb ahlakının noktasını sözü var. Ben anlayamadım. Bu cihetin gerekli tarafta nurgulagan egizpesliklerini keltirip çıkardı. O hep bilmevatkan iş yoklarını imkulavatkanlıkını. Hatta ki ben turup durayım. Benim o kıygan işlerim o kadar zorluk etmesin. Hatta Salih'nin kılavatkan işlerine izip durmak koyma. Kılavatı da üstünlükten bir yerdeki erkekleri bir dakika uyan oynatçı üstünlükten Xitay'ın felsefeyle ügenken kuyu büyüyünce kılavatı da. Salih ulanın düşmanı var. Salih demiş o kılavatı da.
Mesela hükümet adamlarına hiç kalsın demesini vermezsek mesela. Rabia Kadır'ın etrafındakilerin hiç kalsın vermezsek. Fakat da birine teşkilatların ki bu organ nimesi var o. Şu teşkilatlar üzerine dünya üzerine tezlisi yani bir şey hemen nimesi var o. Neymiş ki bu kadar gayet zor bir teşvikat muassesesi ega bo'lgan bir teşkilat xalqimizning hurmatiga erishmaydi. Sebep nima zaten? Bu neymiş o'ylashmaydi bular? Doğru. Hem de sizler gibi bu pidaylarınki bir vatkan işine sizler akıl bir yerden boğuluştek, müstebetlik kılıştek ahvaldan Uygurlarning ovozini bo'shtab, mana o'xshash o'qituvchilarga ovozini anglagan bir fursat. Albatta, sizlar damsangiz men o'qishlikimda o'zimni oldi o'tirib qolib bo'ldi hozir. Uni qolayman. Ammo ba'zi vaqtda biz inson bolasligimizdan savol so'rashga, yetaklanishga, suhbatlashishga muhtoj bo'lamiz. Shu. Hamisha o'zimiz yolg'iz qilib olmaymiz, ham yolg'iz so'zlashib olmaymiz. Shu jihatdan sizlarning Uygurlarning ichidagi ashu gepi bağlani, derdi bağlani, aqli bağlani başkalar tarafından bu tanqidchi, inkarchi yoki bu o'qituvchi sababli qarshi ilinmagan va majburlashtirilganlarga ovoz berishlar intayin deymiz. Bir millat cho'qim tanqidchi lozim bo'lish kerak. Shu. Bir millatga cho'qim o'qitish lozim bo'lish kerak. Bo'lmasa bu millatningki nimasiga kallasini qo'tirib ketib qoladi. O'zining nima qilayotganligini bilmay, o'ziga ishlaydigan yoki o'zini adidan o'zining egosiga adidan ziyada ishni ketadigan bir xil xomkal kelib chiqadi. O'yg'otish kerak. Bo'ladimi hozirgidek bizga o'xshash qirilayotgan bir millatda asl tanqid mendek bir odamga qolmay tanqid degan davra ketish kerak hozir. Hozir qalam qanjaqlikqa, hozir safosizlikqa, hozirgi vijdonsizlikqa davra ketish kerakda. Bu bir ish odamni deb qo'yadigan gap emas bu. Butun bir ijtimoiy iqlim bo'lish kerak hozir bizda. Endi bu hakikaten bir reallik hamda hozir qanday millatimiz qon ichida melinib yotgan ahvolda yana o'zimizni bir eski nima deymiz? Badanimiz nihoyatda zaiflashgan. Hatto bir qismi chirib tushib ketgan holatda o'lim oldida turgan badanimizni bir kostyum burulqining ichiga yoshirib, yana bir jentlmendek ko'ztush, hech ish bo'lmagandek, yana har ish joyida ketayotgandek bundaq tashviq qilish bu hamda bir insonlik yetmaydigan bir ish. Nihoyat afsus bunda ahvollar mavjud, ammo nihoyat yaxshi baho berdingiz bo'lishqa. Hamda yana bir ish ustida men sizning qisqacha bir fikringizni olmoqchi. Ammo hozir birlik masalasi xalqimiz doim so'zlab kelayotgan masala ham buningda boya degandek xalqimiz birsi liderlarga shindo, yana birsi ziyolilarimizga shindo. Buningda uch ziyoli birlashib, ust birlik degan narsani o'tirib qo'yganda xalqimiz nihoyat yaxshi inkoslarni qaytargan buningga. Ya'ni to'g'ri deydi. Mushundoq bir tuzilma ostida avval hamma tashkilotdan vakil avatib birlik kelib, boya siz degandek qarshi fikrliklarmi bir yerga kelib, ya'ni bu masalani uch qashqar o'tirib qo'yib masala qilganda anandan bir haqiqiy birlikni amalga oshirish mumkin deganti. Dastlab bu ovozlar chiqqanda xalqimiz nihoyat qizg'inlik cho'mgan, ya'ni voy yaxshi sadolar ziyolilar oxiri bir yaxshi narsani o'tirib qo'ydi degandek bir sadolar kelgan. Ammo nihoyat afsus bu gaplar asosida besiqib ketayotgandek, ya'ni amaliy qadamlar besilmayotgandek, hatto uning qarshi ba'zi tashkilotlar uning qarshi harakat qilayotganligini ko'ryapmiz. Bu vaqtda nimalarni o'yladingiz siz? Bu ziyolilarning fojiasiga qarang. Nima biz tarixdan beri ziyolilar, mesela Xitoyning ziyolilari Xitoyni qutqizishda dunyodagi barliq ayni vaqtdagi 20 asrning boshidagi, mesela siz Beijingda o'qigan bilasiz. Beijingda Xitoylar chet elniki butkul asar ayni vaqtdagi davlat asarlarini hammasini tarjima qilib, Xitoy nega menish kerak degan bir narsani o'ylangan. Shu 1919-dagi o'qishlar harakatidan keyin bularninki intayin cho'ng bir millatchilik ina uyg'unib, masalan Sunjunsanninki Chingsosi ag'darilishi, aniki millatchilikniki bo'lishi, Saminjoyninki ishmaslikning o'tirib qo'yish qatorligida Xitoy nima qilgan? Ziyolilar Xitoyning ziyolilari nimani tunib ketgan? Mao Zedong degan Xitoyninki bir ziyoli chaqdi Mao Zedong ayni vaqtda. Ammo ular
hokimiyat ommagacha ziyolilarninki ideyasiniki quruq bir ideya bo'lib qolganligini his qilgan bular. Shuningdan hokimiyat ilishib tushgan. Bizdan o'xshash. Bizda ziyolilar gap qilmaydi deb qaqshaymiz. Gap qilib qilgandan keyin uni anglaydigan yoki qiladigan odamlar bo'lmaydi. Masalan, shu uch birlik chiqqandan keyin 60-70 tashkilotlardan keyin ko'zimizni bo'yganda g'alab qilib kichik balani oldigandek bir yakilib biz birlashdik, uch birlik degan mushu o'zi bu bizni yanada hayvonlashtirib, podlashtirib qarashning bir isboti. Shunday. Dedim bu abay. Bu xalqni bir podlak ko'rayotgan gap mazmunlar. Bu shunday qilsaklar Çavaşlıkla xalq ağımızın bak, bu xalq tügüde hazır. Bu xalq, bu 5 yıl ilk xalq yok hazır. Bu senin elə o 60'ı kurupsa, 600'ünü 6 da ekilip alsan mı, ma xalqın iradesi çıkmasa, xalq degen yerge kendisi bu bomba. Demek, üç siyasi otturaga koydu. Ularning qo'lida imtiyoz bormi? Yo'q, ularning imtiyoz nima desa, birisi aqli, birisi vijdoni, yana birisi ta'xirsizlik tuyg'usi. Ammo bunga barobar narsa tashkilotlar rahbarlari bormi? Yo'q. Angliston tashkilotlar rahbarlari yo'q. Uning ustiga bu ziyolining da'vatini faqat üstbirlik. Mening tushunganimda üstbirlik degan bularning huquqidan qalasa da'vat qilib, buni o'zimni bilganda, yoki o'zimniki variantindaydi, üstbirlikniki. Hozir tashkilotlar turaverdi joyida. Ular odamlar chiqib ketmaydi. U guruhdagi guruhlashib olganlar shu joyda turdi. Faqat biz Uyg'urlarning umumiy ishini dunyoviy bir mexanizmga ko'tarish uchun barliq tashkilotlar birga keltirib bir dunyoviy mexanizmni konsultatsiya shaklidagi dunyo mexanizmini chiqarib turib Uyg'urning cho'ng ishlarini maslahat qilamiz, kengash qilamiz degan gap. Lekin bu defa hokimiyat shakliga kirib, siyosiy bir qurilma kirib taraqqi qilishga xeyli vaqt ketibdi. Mening nazarimda faqat masalan ba'zi nurg'un ishlar, masalan Amerika saylan bo'ldi hozir. Bu saylandan keyin Amerikaningki siyosatda cho'ngroq o'zgarishlar bizning vatan bir shoqib qolsa, bizning tayyorligimiz bormi, tayyorligimiz yo'q hozir. Nima tayyorligimiz yo'q? Chunki biz hozir o'zimiz mayada birlashib turib vatanga masalan anayt qampiyonlarda vatanni hozir masalan Xitoyga chiqarilib etilsa, misol shu hokimiyatni ilish uchun yana bir qonliq urush kirimiz hozir o'zimiz. Demek bizi chet elda bir mexanizm shakllangan har qanday bir cho'ng bir ishda ikkinchisi masalan Xi Jinping o'tganda dedi biz 2014 qat'iyamdan keyin nima qat'iyam demadi-ku Cumhuriyet alayidagi nimani davomlashtirib g'alaba qildi dedi. Bu biz uchun cho'ng bir signal. Bu degan nima degan gap esa qat'iyam davomlashaverdi degan gap. Buning uchun biz Uyg'urlar birga kelib turib, yig'ilib turib jiddiy muzokara qilishimiz kerak. Jiddiy muzokara qilishimiz kerak. Şimdi bu ciddiyet var hazır. Üçüncüsü, Uygur meselesini xalqarалық sotqa çıkış gerek. Sürgün hükümet kıysa ağızlarla sen de ben kalan senin ağız adam kirip gitmekten besleşmeyi. Şu nersin birleştirip qaysi sotqa aldılar azib etsak ünümü qancha oldu degeni deysek bo'ladi. Biz başka bir milletten derdini kılmadığımız Uygur'dan kalanlardan Uygur'un özüm sözleşip baksak olmalı. Şu sürgün hükümetle sözleşip baksak olmalı mesela. Nurg'un cho'ng ishlar va hozir tashviqotni qanday qilamiz, nimalarni qilamiz? Bu ishlar bizningki birga kelishimizni nima qiladi? Bu qadar o'lyapsakmi, yana shu degan vaqtda basishish, raqobatlashish, bir-birini tutlash, mush orqali vayron bo'layotganimiz. Bu tashkilotlar o'zlari qilmasa mayli, ammo bu tashkilotlar xalqimizning birga kelishini to'sqin qiladi. Endi gapim qaytib kelsa, agar bu ishbirlik qurilmasa ya dünya Uygur kurultayı tüzük ve halkla yeteklenmese, ya sürgün hükümetin ağzı bu halk kirmese, ya ki partiyanın tepkinin kiyiniş mümkünçük bulmasa çünkü partiyanın kirişi en az mümkünçük bir hükümetle kiriş oldu. Çünkü partiyamız yalnız mevcutla duranmaydı. Partiyanın hükümetteki sayılan arkalık kirip durup hükümetin kendimiz yürütüzdü. Ya o yüzden nem kılanmasa, cari kıldıranmasa, muş ahvalda biz hazır Aslında bir yak etkersek imtihan cipsilişip düşüdüğün bir kurulma turup bu kurulma üstütlüğe keçilip ketip durup küçülü zayi alıp bir lazım. Üst birlik olgan bolsa muşu keçilip ketip atkan, bir-birisiyle kasten karşılaşıp atkan ve karşılaştırılıp atkan. Yüzümüzün kalbalıqıdan ve Xitayning jasuslığından küçüdün bir yak kemmeye atkan muşların hemisi bir yak etkersek bulmaz mı de? Ama benim heyran kaldığım yerim bunu hemimizin kallasını ödülüyor, lakin bunu hiç kim kılmaydı. Ya ki kılıç bir kadem ilgili basamayız. Hemiz bu diken de koyumuz yok, ama lakin emirde çoğun bir yok. Emirde bir ahval yok. Demek en ahırda kelsem,
ba'zida ziyolilar ideya berdi, uni qilolmaydi yoki qilmaydi. Buni siyosiyonlar yoki boshqalar qiladi. Ba'zida ziyolilar ideya berdi, ham buni qiladi. Ehtimal bu üç ziyolininki xarakteri birinchisi tushishi mumkin. Uni ideya berdi, lekin uni ustiga üç ziyoli chiqib turib xalqni agashtirman desimi, aldirab xalq agashmasligi mumkin. Chunki ular faqat o'zininki bir kişilik Uyghur bo'lganlik vijdon uchun bu gaplarni da'vatidi. Ammo buning hammasi yanada buni shu mexanizm kirgizadigan yana bir jamoatning kuchi bo'lishi kerakda. Bu jamoatning kuchini qanday paydo qilamiz? To'g'ri. Hamda nihoyat afsus, boya siz tilg'olgan xalqaro sudga arz qilish masalasini yana bir o'zini eng chong ziyoli deb atalagan birisi chiqib, ya'ni bu surgunlik hukumatning qilgani oqmaydi, yana birisining qilgani oqidi deb tushuntiryotdi xalqqa. Endi bu nima desak bo'ladi, endi bu bak ichinishli ahvol, ya'ni faqat maydonni, bu o'zining chiqqanining maydoni sababli, ya'ni oyatki xalqaro sudniki nimasini nihoyat obdan tushuntirdi bu surgunlik hukumatdagilar. Bilib turib, yana ashunga qarshi yana bir nimani ko'tarib chiqib, to'g'ri emas, to'g'ri deyotgan ziyolilarimiz bor. Endi bunda ahvolni ko'rsa odamning ko'ngli bak yerim bo'ldi haqiqatan. Bu sürgün hükümetninki eğer aşkımazsan bir gapni so'rayman. Bu Uyg'urlarninki qatliamini biz en yuqoridan chiqib desak, shu xalqaro jinoiy sud mahkamasiga arz qila olamiz. Albatta Xitoy bu sud mahkamasiga a'zo emas. Shuning uchun bu sudninki Xitoyni chaqirish huquqi bor, ammo Xitoyning uni rad qilish huquqi bor. Shuning bilan buningda BDTning aralashishi bo'ladi. Endi agar buningdan boshqa yerga qiysin bo'ladi, ammo boshqa yerga qiysak buning to'g'ri bo'lmaydi. Ehtimol o'zaro bir-birini nima qilish mumkin? Rohingyalar shunday bo'lgan. Rohingyalarningki ashi sud va shuningdek Argentinadagi bir oliy sud ikkisi tangmangan. Hatto Argentinadagi sudninki odamlari bu sud xatisi bizningki Rohingyalarningki qatliamini ko'rib chiqishimiz sizlarningki hozir qilayotgan o'xshash qonuniy jihatdan ko'rib chiqishinglarga daxl qilamdi degan vaqtda xalqaro jinoiy ish sudiningki ularga javob berib, ikkisi bir-birini to'liqlaydi degan. Agar shu ziyoni janobningki haqiqatan Uyg'ur ko'yindigan niyati bo'lgan bo'lsa, bu ikkisi bir-birini ilgari surdi deyishga. Yana shunday bo'lsa-mu, xalqaro sudning usturdi. Hatto simbollik bo'lsa usturdi. Chunki bu dunyoda nurg'unlagan qatliamlarni xalqaroliq nuqtadan universal justice degan gap bor. Bularningki asosiy universal justice, ya'ni universal adolat. Mush qarashlar bilan jazolayolmasin, bu eng cho'ng simbollik va xalqaroga ta'sir ko'rsatadigan bir narsa. Agar unga ta'sir ko'rsatmasa, nemishqa dunyo surgun hukumatningki shu Uyg'ur qatliamini asqotga berishi dunyodagi nurg'unlagan mediani sayritidi. Bu janob nemish buni ko'rmaydi? Nemish qasddan ko'maslik bo'ladi bu? Nima uchun bunga zaharxandlik qiladi? Kim uchun ishlaydi? Shu. Bu savollarni bizmi o'zimizga qo'ydik, ammo nihoyat afsuski, bulardan javob kelmaydi bu savollarga. Javob berolmaydi. Bir haqiqatan o'tirg'i chiqib, masalan, menga o'xshash haqni so'zlashga moyil birasi ekranga taklif qilsak, hargiz kelmaydi. Yani o'zlarini maqtaydigan bir narsa ekran bor, shu yerga chiqibdi o'zidan degani deydi. Ya'ni bu bir ojizlik. Nima mayli psixik ojizlik bo'lsin, mayli maydondagi ojizlik bo'lsin, ya'ni reallikqa, haqiqatga yuz tutolmaydi. Bu bizdagi bir tragediya. Endi tragediyaning o'zi bu shunday odamlarni beshimizda ko'tarib turib bizning ziyolisimiz degan ahmoq men bizdimi bo'ladi bu. Bu shunday odamlarni u biz bu mandacho bu bizningki xalqaro sudda bu ishimizningki bir taraf bo'lishi intayin qiyin. Men biliklik bu yer biz bir hayajonli kelayotgan ish yo'q. Ammo lekin bu cho'qim basmasak bo'lmaydigan bir ish. Nima uchun? Chunki qirilayotgan millat adolat talab qilmasa ro'y jihatda uzil kesilmaydi bo'ladi. Bu psixik jihatdan intayin muhim o'rinda turadi. Masalan, Yahudilar 2. Dünya urushida ikkilarni Nürnbergda sudlab qanbay hattoki necha odam German urush jinoyatchilarini izlash task force deymiz inglizcha. Shu vazifalantirilgan guruhlarni qurib, butun dunyodagi qochgan German natsistlarni og'ziga tushgan.
Hattoki netishni yo'shirin berib o'ldirgan, Isroilga ekkagan yoki yo'q deb aytgan. Nima uchun? Adolat. Qisas emas bu. Adolat. Adolat shu millatga psixik balans berdi. Biz bu ishni qilmagandan keyin xalqlardagi eng chong sotqa buni beramiz. Buni ko'rib chiqadi. Buning bir yakuni bo'ladi. Agar aşı janobninki, agar aşının salohiyati bizga bas keladigan bo'lsa, u o'tkisini besib, allabroq qilinayotgan ham xalqimizga umid bag'ishlayotgan bu ishga bu qadar zararlik bilan oldin to'smaydi uniki. Sen uni netisi anglab bak. Albatta Xitoy aldirab buni ma'qul demaydi, chunki uning a'zosi emas. Ammo shunda bo'lsa-mu dunyoning mediasiga bu qaytadan bir ko'rildi. Agar u boshqa kichik bir davlat qilmagan bo'lsa, albatta uningmi bo'ladi. Lekin kichik bir davlatlar xalqlarning chiqsinki, u xalqaradagi bir narsaga pisat qilmagan Xitoy kichik bir davlat pisat oldirib berib o'tirib beradi. Tabii. Şu endi bu biz oddiy fuqarolar jinimizda bu ishning mohiyatini va ta'sirini to'g'ri tushunib yetgan yerda bu o'zini eng chong ziyoli atib olgan apandimniki xalqimizga bundoq bir xato uchur berishi, bir xato sado berishi men shaxsan tushunamadim. Bu bilib turib qilayotgan dushmanlikmi va yoki bu ya hozircha men kichikda jasorat bilan kichikda Uyg'urlarninki bir-birisiga bo'lgan suiqasdi meni hayron qoldirdi, tan qoldirdi. Ba'zicha hozirgi vaqtning o'zida Uyg'urlarninki bu shafqatsizlikdan bir ishkilashtirilgan zulmni Xitoydan o'zining ichida uyg'unib, Xitoy o'zini qanda esa o'zining odamlarini shu qadar ezishga, ularga shafqatsizlik qilishga, ularni qarlashga bo'lgan jasoratni meni haqiqatan tan qoldirdi. Ben psixologiya o'rgansam, bularning qalbidagi o'sha bir qora bir rayonni tushunmayman. Nereden bilsem bu kadar ne kutlayotgan biz bulamayotgan bir xil suiqasd nereden geldiğini düşünemeyen bularninki. Ya bunu şu o'zi Amerikada yashayotgan bo'lgandan keyin, Los Angeles yashayotgan bo'lgandan keyin, ism erkisizda bo'lgandan keyin, G'ulom Osmonov tufaqis bo'ldi-ku, erkak shparamasi bo'ldi-ku. Nima shuni boshqa qilib bu ishdan keyin xalqning oddiy pul yig'ayotgan vaqtda, xalqimiz bu ishga talpinayotgan vaqtda nurg'ulg'an odamlarni bu yerda uni ko'nglini g'ash qilib, lab qilib, kallasi qaymoqtir bunday qilib ashtaga yarashamdi. Ash o'zini ziyoli deb qarayotgan janobga yarashamdi shu. U ziyolilik emas, bu suiqasd bu. Nəhayət əfsus, bu şundaq ahvalsız doktor durub bunu düşənməyən yerdə biz xalqımız təxmin düşənməyimiz, məsələn, bu Uyğurdakı aşlı zihniyyətini də qəti qəbul qılamayımız, düşənməyimiz. Amma nəhayət əfsus, bir zihniyyət uzun tariximizdən tatib bizə həmrah olub qavatqaşqa, bizniki müşkünlüğü qilishimizə mı bevasitə səbəb olan amillarının birisimikin deb o'ylayman. Amma bu janoblarniki ko'nglidagi so'zni alayli deb ekranda taklif qilsak, illa billah kelmaydi. Ve siz degandek, bevosita munosabatli odamlar erkakdek bevosita dialog qurib, bir to'g'ri javob berishga tirishmaydi, masalan, o'zidan qochirdi. Bundan ya'ni bir ojizlik borligi chiqib turdi o'zida. Ya'ni haqiqatga yuz tutolmaydi. O'zining davotgan gapiga shu qadar ishonsa, shu qadar to'g'ri deb qarasa o'zining fikrini. Har qanday qaldiga assalomu alaykum deb kelgan odamning savoliga javob bera olish kerak masalan. Shu chog'da xalqimiz haqni ayriya oladi. Ya'ni bu odamniki degan gaplarniki to'g'ri xatoligini ayriya oladi. Ammo afsus, u faqatla bay degandek o'zining ekrani va yoki o'zini yaxlaydiganlarning ekraniga chiqibla o'zining maydonini ko'z qarashini o'tirg'a qo'ydi. Buning bilan xalqimiz orasida shunday ikki ko'z qarashliklarning biriga kelib munozirlashi orqali oq-qorning aniqlanishi bunga sharoit bo'lmay qolyapti. Bu vaqtda biz jiq tirishdik, ammo mumkin bo'lmadi bu ishga. Endi jiq taklif qildik, kelmaydi ekan bizning ekranlarga. Shu bir necha ekran boshunga chiqadi ekan. Ammo bu ishniki chataq yeri hamda bizning cho'ngishtirimizga bevosita zarba bo'layotganligi, ziyon keltirayotganligi ichimiz ichishidi, o'tiramay qolamizda endi. Bunga bir nima qilishimiz kerak bizim bilamidik masalan, ammo bir qilg'imiz keladi, ammo bir yo'lni topamidik qilsin. Hamda bizda hamda ko'p sonliq odamlar, ko'p sonliqlar, yana bir gap bor, inglizchada sukutdagi ko'p sonliqlar bo'lgan.
o'zining haq huquqlariga, o'zininki izzat hurmati, qadr qimmatini dafsanda qilayotganlarni boshini ko'targan millatninki haqiqatan qadr qimmati bo'lmagan bo'ladi. Agar qadr qimmati bo'lgan bo'lsa, o'zining qadr qimmatini boshqa tarafdan suiiste'mol qilinishni to'sgan bo'ladi. Endi ikkinchisi Uyg'urlarninki ziyolilarga bo'lgan qarshida yurgida laxt qon bor. Nemishqa degan vaqtida ziyolilarga shundoq ishonib, shundoq cho'ng ishlarda qilayotgan bilan, ammo shundoq nima deymiz, mana kenda Uyg'urlarning ziyolilari. Ma tarafdan qarasangiz, vatanga kuyunmamdi desangiz, kuyunadi. Har kuni vatanda chiqayotgan xabarlarni e'lon qilib, boshqalarga bildirib o'tadi. Bu jihatdan ko'rsa, vatanparvar emas deyolmaysiz. Sizdan vatanparvar etak, sizdan mendan vatanparvar eminishda. Uni e'tirof qilaman, uni bilinglikmi? Ammo yana manda ixtiqorlikda, suiqasd qilishda, bir-birisining kallasini nima qilishda Xitoydami battar. Qaysini qilasiz? Qaysini qabul qilasiz buningki? Qanday xil bir-birisiga qarama-qarshi bo'lgan. Bir odamningki bir qora yuziga qanday qaraya olasiz? Shundoq. Bu adam bu ikki yuzda qanday ko'tarib yuradi? Ben bundan aqlamaymanligimki. To'g'ri. Buni psixologiyada tushunma. Buni compartmentalization deydi. Ya'ni bir insonning kallasida ushaq rayonlar bo'ladi. Ma tarafiga millatga manda xizmat qilaman deganni qo'ydi, yaxshi xizmat qildim. Ma tarafiga atrofiga manda razgirlik qilaman deydi. Ikkisi qila oladi. O'qish vaqtida bir qadar qila oladi. Qaysi kuni Twitterga bir narsa chiqardimi? Bu so'z uchrab qoldi, bir kitob o'qib olsam. Qanday qilib bu Getlerni analiz qilayotgan kitobga psixologiya jata. Getler qanday qilib ushaq bolaligini yaxshi ko'rgan qiyofatda rasm tushgan bir rasmlarni ko'rsatdi. Andan onunki Yahudlarninki necha 100 ming bizga o'xshashda bolalarni o'ldirgan bir qotil ekan. Bir odam qanday qilib bir tarafdan bolalarni yaxshi ko'ralaydi, yana bir tarafdan boshqalarning necha minglagan, 100 minglagan bolalarni o'limdan qo'yib chiqib yutalaydi deganlik bir endi cho'ng bir muammoda, bu qiyin bir savol. Ama biz degandik, bizning ziyolarimiz bor. Yoki biz siyosatlarimiz o'xshash. Analiz qilib turib, shu kallada insonninki ashunda rayonga ayrilish bo'ladi. Ma tarafida o'zininki atrofidagilarning bola chaqalariga bo'lgan mehr muhabbat bo'ladi. Ma tarafida odamning kendini şirkünlükdek bir xil rezillik olur bunda. Her şey qila oladi. Bir qo'lda o't tutsa, bir qo'lda suv tuta oladi degan gap. Men bundan boshqa psixologiyada buni tushunmayman. Bir odamning bu qadar bir-birisiga qarama-qarshi xil nimada xarakterda va ikki xil yuzlanishda o'tirib chiqib, ikki xil o'xshamagan harakat qilib, ikki xil o'xshamagan unumni qazishni men tushunmayman. Bu ishimizdagilar. İnşallah bu işlerine bir cevap çıkıp kala. Çünkü bizning vaziyetimiz bu kadar ciddi olmasa biz bunda ötkür suallarını koymagan bulattık. Ama can tartışayotgan bir milletninki, qon ichida yotgan bir milletning a'zosi bo'lish suhbatimiz bilan mushu qalbimizda o'tmagan ötkür suallarni o'tirib qo'yishga majbur bo'lyapmiz. İnşallah agar haqiqiy o'zini ziyoli sanasa, haqiqiy vijdoni bo'lsa, haqiqiy millat so'yguchi birisi bo'lsa, Şu bugün biz programda deyilgen sorulara özünün ekranında bir cevap verse diye ümitimiz. Hem de adli bir sual sorup ötep kısa sizden çünkü bu nurgun adamlarga pek mühim bo'latıdı. Ben sizni bugün tuncu katım ekrana çıkarışqa bağışqa nimeden Facebook'tan izlep tapamadım. Twitter'da daim bahsiz. Uygurlarımız jihleri bu sualını koyuvatıdı. Mesela siz daim Twitter konulgan birisi bu suhbatimiz bilen Nemishqa Facebook bilan Twitterni solishtirganda hamda Twitterning unumi Facebookqa qaraganda unumli bo'ldi. Twitterninki aqsimi yaxshi demakchimi yoki? Ya, nemishqa Twitterdagi ishning unumi, ya'ni Facebookdagidan yaxshi bo'ladi? Hamda Twitter'daki unumninki yaxshi bo'lishdagi eng chong bir sabablardan birisi men Twitter'da bu ingliz tili qo'llangan ekan menda. İngliz tilidagi nurg'unlagan odamlar bo'ladi ekan. Buningga Uyg'urlarning masasi puxtug'ili bo'ladi ekan. İngliz tilini qilgan. Bu birinchisi cho'ng bu yerda Facebook'da undan jiqdasi ko'rmagandim-chi men. Ammo Twitter'dagi bir ortiqchilik nima degan vaqtda Twitter'da biz dushmanimiz Xitoyning
3 yıl çıkırken mesela Taşkı İşler Ministerliği ve bayanatçıları ya ki başka adamları mesela Xitay'ın elçi dünyanın her kaçındaki elçihanlarından adamları elçilerinin ona bir vasıtalarını yazılıyor ki. Hem ula hem ciddi meslek ciddi inkaz kaytırgan ki siz onu ciddileştirip onun mu kaytırma cevap verip kaytırma zerbe verip o ulanı osallaştıran ekansiz. Bu bir. İkincisi Uygurlar hakkında türlük ıgva tarqatkan, hata sözleyen ya Xitayga yan baskan dünyanın her qanday bir yerdeki bir dağlık şahs bir gap qilgan bo'lsa, aşının ismiga bevosita aşınınga mesela onunla yazıp aşının fikirindeki hata bo'lganligini shu zamonda o'zi deyiladi ekansiz. Buni vaqtchanlik nimdagi bek kuchli ekan bunikcho. Anakin har qanday bir odam albatta Facebook'ma bor. Lekin Facebook'ga unda bir afzallik ko'plik bor. Twitter'da bu afzallik bor ekan. Ondan üçüncüsü en mühimi men uchun meniki Uygurlarninki meselelerini tunuştukça sırf ben Uygur meseleleriga baho berib, ben bunu analiz qilmoqman uchun bu jihatdan meniki endi o'zimga xos bir chiqqan yo'lim bu. Uni to'g'ri xato bilmayman, ammo men avval degandek subyekt bo'lish orzu qilaman. Obyekt bo'lganda subyekt bo'lishni orzu qilaman. Shu sababdan Twitter men uchun Uygurlarning masalan yeni bir qarashda, yeni bir nuqtada Uygurlarning o'zining ishlarga qanday qaraydiganligini bir xil nazariya jihatdan tashkilotga voqelikni deb bilaman. Chunki chet ellik Uygurshunoslar bo'lsin, Uyghur tadqiqotchilar bo'lsa, hammasi bizning uchun izlashni orzu qilib ko'p qismi meni bilishimda. Ular tadqiqotni biz qilsak deydi, ammo Uyg'urlar avval deganda Uyg'urlarimiz o'zining tadqiqotini o'zimiz qilishimiz kerak degan men tushuntirgandan keyin o'zimizningki ishni o'zimiz nazariya bo'yicha dunyodagi eng oldingi nazariyalar bilan tushuntirishni qisqa bo'lsin-u, men buni yaxshi ko'raman. Bu orqali Uyg'urlarningki bu o'zininki beshi qilayotgan kunni tushunishda qanday ketayotganligini boshqalarga o'rtoqlashishninki zaruriyati bor deb qarayman. Ana to'rtinchisi bu Google tarjimasi chiqqandan keyin Twitter'dagi ishlatish doirasi yana bir nechasi kengayib ketgandek his qilaman-da. Nima desa, har qanday bir tilda bir narsa yozilsa, uni masalan cho'ng tillarda bo'lsa, uni tilga inglizcha tarjima qilib tushunadigan, uni bir yozilib ekan-chi. Hattoki Uyg'ur tilining tarjimasidagi sifati hayron qiladigan darajada xili asosda yaxshilik qilyapti. Mening kuzatishimda. Endi Facebook desek, Facebook bizningki Uyg'urlarningki xalqaro bir mavhum bir devletimiz madaki deyapmiz. Hammamiz shu yerga ilgari kirgan u yerda o'sha bo'lgan umumiy, ya'ni muhim emas deb qaramayman. Ammo men bizningki qat'iyatning jiddiyati bilan men jiddiyroq ishni qilish uchun men Twitterga chiqib ketgan yerim bor. Ammo bizning ishimiz yomon xotirjam ish bo'lgan bo'lsa, mening Facebookda naiti salqin va ko'ngillik bir narsa yozib yurdim bor-ku. Ammo u ishni bilan hozircha qo'yib jiddiy ishga jiddiy tutish qilish uchun Twitterda ko'proq faoliyat qilib ketyapman. Ehtimol kelgusida Facebook'ni qaytaman, ammo mening hozircha qolish planım yo'q. Tamam, rahmat. Mayada bir qarinishimiz Ali Uyg'urjon degan qarinishimiz bir narsani so'rab olsangiz mumkin, ala doktordan debdi. Bir necha kun burun mumkin doktor bir psixikalik raysinlashni chiqargandi. Mushu to'g'risida his qilganlarni biz o'rtoqlashsa dedi. Nəhayət yaxşı oldu. Rəhmət Ali Uyg'urjonga. Men Avustraliyada bir 2-3 psixolog var aqımda. Çünki men psixologiyada diplom algan bir doktor bo'lmaganligim uchun men faqat bu ishni uyushtirib yaqinda Uyg'urlardagi shu chet eldagi qat'iyam sababidan barliq kelgan keyingi asoratlik stress qalayimqanchiligi, post traumatic stress disorder deydigan bu kasallik psixik qalayimqanchilikni ko'rib chiqish uchun qanchalik taqaldi, darajasi cho'nqirligi qanchalik degan saviyani sinash uchun Harvard universitetininki musofirlarninki mushaqqi tecrübeleri ve asaretlerini sınaş çıkargan 25 sual var. Bu adı asasen kelip çıkargan 27 yılının yazı kayıt okşumagan katliam ve işki uruşninki ve başka tabi ve içtimai siyasi afetlerinki kurbanı boğanlarınki asaret ahvalını sınaştığı bir xil usul, yani bir xil kural. Şu kuralını işletti, bu hakkın kuralı
Shuning bilan men buni Twitterga chiqardim. Twitterga chiqargandan keyin bugun o'sha kelishdan ilgari sizningki mushkulingizga kelishdan ilgari 123 qarindishimiz javob beribdi. Endi rostga desam 3 narsa meni nihoyatda ansratdi. Birinchisi berilgan javoblarninki mana bu 25 savolga javob bersangiz o'zingiz bunun nomeri var, şu numarını qetib 25 berildiğin numarını qetib şunun için qancha 25'den hemmisi cevap verdiğine basınız, şu qetilgan numarını 25'e bölseniz cevap birden 4 aralıq çıkıdı. Onun işte 2'de 5 ve 2'de 5'ten yukarı olsa sizde keyinki asaratlık stres qalayotganligi bo'lishi mumkinligini dalillangan bo'ladi. Ama mening tavsiyam shunda chiqib qolgan shaxs cho'qim o'zini psixologga yoki psixik maslahatchi ko'rish kerak deb qarayman. Endi bu javobni chiqib bo'lgandan keyin masalan buningda xuyanmaslik, qori besish, diqqatni yig'anmaslik, o'zini gunohkor, nomusga qolgandek his qilish, andan keyin hayotdagi ilgari ko'ngillik bilingan ishlar bo'lgan qiziqishning ojizlab ketishi, o'zini ijtimoiy hayotdan o'zini bag'ansini tortish, o'zini umidsizlanayotgandek his qilish, kelgusini yo'qdek his qilish qatorliq 25 xil shu asoratlik odamlarning ko'p ko'riladigan omillar bo'ldi. Hamda shu javoblarni men analiz qildim. Bu analizimni ikki psixologga adatib berdim. Uni analiz qildim. Ama analizga asosan o'xshash, chunki u formula o'xshash bo'lgandan keyin u shu formulani o'zi so'zlaydi, mantiqni so'zlaydi yoki boshqa so'zlaydi. Shu matematik bir narsa nimada hamda shu shunga mening ko'rishimda birinchisi o'ttirchi nomer 2'de 6 chiqadi hozir. Bu nima degan gap degan vaqtda Uyg'urlarningki 122 odami o'sha javob bergan. Agar Uyg'urlarningki chet eldagi Uyg'urlarningki bo'lapmi shu g'arb davlatida Turkiya ko'p qism shu yerda javob beryapti. Bu yerda yashaydiganlarga vakillik qiladi deb qarasak, statistik ilmidan bu vaqtda biz nimalar deyaylik degan vaqtda xalqimizningki ko'p qismida asorat qat'iyam sababidan kelib chiqqan. Mening qiyosim shu, asorat internetga degani bildirdim. Bu raysunash hozirmi davom qilyaptimi, oxirlashdimi? Bunaqa yana 2-chi oy, 2-chi oy deyman. 10-chi oyning 11-chi oyning 19 tugaydi. Yana men askarda turman. Xalqimizning Twitterda, endi men Facebookda bombag'achqa o'zim bo'lgan bo'lsam, o'zim bir qo'llab tashviq qilib o'tganda 2 qator olib borganman bu raysunashda menda tajribam borda azroq. Ammo meni ansratgan yer nima degan vaqtda ayollardagi bizdagi ayollarda bu xil ahvolninki erlardan ig'ir bo'lishi. Albatta avval bir narsa qilaman, hech kimning ismini bilmayman. Ismini so'ramadim men bu nimada raysunashda. Hech qanday shaxsiy uchrashuvlarni bilmayman. Shunga albatta qo'rqmay qatnashaversam bo'ladi. Ikkinchisi bu narsa Xitoyga ketib qolmaydi. Üçüncüsü bizimki bu tədqiqatda kelgusida biror tədqiqatga biz iltimos qilib, buni texnika ilgirlab, texnika ko'lamlashgan va bevosita 100% o'tirib nurg'unlagan savollarni so'rab qiladigan bir ishlatishkim bo'ldi. Anadan keyin yana bir turkum psixolog va boshqa mutaxassislar bilan yana 2-3 Uyg'urlar bilan biz unug'im qatnashyapmiz. Unug'im yana o'xshash shu asoratni tadqiq qilgan bo'lsa, ammo ma'lum o'xshamaydigan metodda. Buning tadqiqot endi boshlandi. Bunu ama mening hozir da'vatqanim bu xatliyamninki bizning xalqimizninki bolatma chatlardagi xalqimizninki ro'y holda ko'rsatgan ta'sirini tushunsak, bunga tadbir ololmaymiz. Tadbir ololmasak biz kollektiv kallamızda g'ulab tushadigan bir ahvol kelib chiqdi. Men buningdan ansirash yuzida men ansratmoqchi emas sizlarni. Ammo bu endi dunyoda mana bir ish bor. Dunyoda insonninki o'xshash bir g'idiqlig'iga ko'rsatgan imkoniyati ko'p hollarda o'xshash bo'ladi. Qo'saq olsa sho'lgay oqqandek bir qat'iyat bo'lsa-mu bizning kallamizningki shu qat'iyatga qaytadigan imkoniyatimizningki garchi bizningki kulturimiz, biz uchirgan qat'iyat qiyilishninki xarakteri, davlat harakatiga nurg'unlagan taraflar bo'lsa-mu, yana bir inson bo'lasi sifatimiz bilan nurg'un jihatida xuddi yahudlar qanday imkoniyat qaytadigan bo'lsa, rohingalar qanday imkoniyat qaytadigan bo'lsa, Uyg'urlar shunday imkoniyat qaytadi. Bu degan gap bu yerda dunyoviy bir xilqlar va dunyoviy universal bir o'rnaklar va nimalar bor, modellar bor degan gap.
Muşnunga sağan vaktimizde bizninki bu katliam mesela ben yazıvattan kitabımda 3 katliamı tanıştırdım. Uygur katliamı, Yahudi katliamı, Rohingya katliamı. Bunlarınkide nurgulluğa ortaklığı var ve özgürlükler var. Hem de en çok mühim bir yerdeki bir amil asaretindeki kançılık tizlikte bayqılışı. Aynı vakitte 2. Dünya Uruşu'ndaki Yahudilardaki bu asaretindeki amiller destek kademde hazırlıkta 3. bulmuğa çıkıp Slovakiya'da. Bu vakitte asla bayqılıp hatta ki evlatla ara asaret diye adamlığın 70. yıllarda kim oturup Yahudilardaki yani Yahudiların 2. 3. hatta 4. evlatlarda streske ciddi ilişki bo'lgan inkasniki boshqa guruhlarga qaraganda alohida yuqoriligi status qilingandan keyin Amerikadagi bir tadqiqot o'rni avlod aro stress yoki avlod aro asorat degan atalg'ini qo'ydi. Bu avlod aro asorat Uyg'urlarni ko'rinishi qashidan kirib orasidagi bir masala. Men chet elliklarning gapi vatandaşlardan biz hech narsa bilmaymiz. Hattoki vatandaşlar qo'yib berilgan taqdirdami ularninki ahvoli Yahudilarga o'xshamaydi. Yahudilar 2. Dünya urushida qatliamda ya'ni jazo lagerida qo'yib berilgan vaqtda g'arb davlatlariga taqdirgan. Ammo Uyg'urlarning taqdirgan g'arb davlatlariga hozir yo'q, ham taqdirish mumkin emas. Bunlar bu bizningki kelgusida xalqimizni ro'yi jihatdan mayli vatan ichidagi bo'lsin, vatan sirtidagi bo'lsin, hozir kuchimizdan yetadigani vatandan sirtida bo'lgandan keyin mushu bir masalaga xalqimizning diqqatini jiddiy tortib, bizdagi mush masalani aniqlab chiqib, mush masalaning darajasini bekitgandan keyin ilmiy usulda xalqimizningki umumyuzlik psixik sog'lomlik bo'yicha bir cho'ng'it o'zgarish qo'zg'amasak xalqimizda psixik jihatdan o'zgarib turadi. Mush bir zaruriyat, mush bir andisha, hattoki mush bir xil qo'rqinchdan bu raislar kelib turadi. Shuning uchun xalqimizningki mush raislashgan mening Twitter'dagi shu nimamga kirib, ashuni topalaysa shunga qatnashib berishini bek umid qilaman. Chunki bu qanchalik odam qatnashsak bizningki aşı jiqqan sonliq ma'lumotimizningki to'g'riliq darajasi shunchaki yuqori aşı buni bilishda statistika eng aqalli savatlar bu deb jumay. Shunga qancha ko'p qatnashib bersanglar yana 10-21 kundagi vaqtda qatnashib bersanglar men uchun da qilib bermaysizlar buni eng muhimi shakaldagi xalqimizningki ro'yxatga tushish imkon foydasi bor. To'g'ri. Şoma programını ko'rayotgan qarindoshlarimizniki bu rayisnashga aktivlik bilan qatnashib berishini umid qilamiz. Ammo orada bir qayrinishimiz so'rabdiki, bu o'sha rayisnashniki ulanmasini yozib qo'ygan bo'lsanglar o'shaga deb. Buningdagi sabab mana bu Facebookda Uyg'urlar ko'proqchu. Bu Twitter'dagi narsa o'g'ashqa ba'zi Uyg'urlar ko'may qolgan sababdan qatnashmagan bo'lishi mumkin. Mana bu Ali Uyg'urjon qarinishimizga rahmat. O daralla o ulanmani o'shaga chaplab qo'ydi. Yani aşı birazını bir çaplap koyanlar bir Allah razı olsun. Ali Uyg'urjon chaplab qo'ydi. Bu yerga o ulanmani, mush ulanmadan mushun cheksangizda bevosita kira olasiz. Azroqli vaqtingizni ajratib, bir nihoyat bu millat uchun nihoyat foydali bir ish bo'lganligi uchun 5 minut vaqtingizni, 10 minut vaqtingizni ajratsangiz tugaydigan rayisnash mush qarindoshlarimizning hammasiniki bunga aktiv qatnashib berishini umid qilamiz. Endi bu yerda Mamtun apandi bir qiyos bor xalqimiz orasida. Bu qiyosning unum bo'lamdi, natijalik bo'lamdi, bu yaxshi qiyosmi, yomon qiyosmi sizdan so'rag'im bor. Deydiki ba'zilar, ham Uyg'urlar ichida chechlonlik bak eg'ir, ya'ni o'xshamagan tashkilotlar bir yerga kelmaydi. O'zining manfaati va boshqa sabablar ishqa bir yerga bak tashkil qilyotdi. Shuning uchun mumkin bo'lsa Uyg'urlar orasida bir mavhum, bir sud qurilsa deydigan bir qiyos bor. Ya'ni Uyg'urlarning ichidagi xalqimiz to'nuydigan ziyoli va yoki siyosiy arboblardan tashkillangan 5 yoki 7 kishilik bir Uyg'ur sudi qurilsa, bularning vazifasi aramizda navbatda bo'layotgan ishlarning to'g'risida haqni ayirib bersa, ya'ni ma'lum bo'lgan bir voqeaga hodisaga nisbatan o'zlari 5si yoki 7si birga o'tirib muzokaralashib, ma ish masalan deylik, shu surgut hukumatningki arz ishlariga har xil ko'z qarashlar bo'ldi-ku, buningda har odam o'z oldiga so'zlayotdi. Mushu 5 yoki 7 kishi mush xalqimiz hurmatlaydigan, gapini anglaydigan ham ziyolilardan tashkillangan bir 5-7 kishilik bir sud qurilsa, mushu sud
ular tabiiyki bevosita bir tashkilotga bisim qilib maqishing to'g'ri mashin xato bunday qilish kerak deydi emas, ammo maish ya to'g'ri ya xato deb hukmini chiqarib bersa, mush orqali xalqimiz bu ishning to'g'ri xatoligini ayirib olsa deydi. Sizcha bu qanday bo'ladi bu ish? Menimcha men degan ikki amaliy chiqib ketadigan o'xshagan birsi raislashniki bo'ldi, ikkinchisi ma'suva bo'ldi. Nimaga qadar amaliy chiqildi? O'tganda xabaringizda bormiki, biz 7 kishi to'shuvchadimi? 7 mi, 9 mi? 7 ga demaysin bir kishi. 7 kishi birlashib biz sürgünlüğü ichki qismidagi ishlarni maxfiy so'rab keyin xalqqa oshkor qilib ishlarni. Ammo hal qilolmadik. Bunun nurg'un sababi bor, mendib o'tgan sabab bor, amtaxini o'tgan sabab, samtaxini o'tgan sabab, ammo bir tajribani qildik. Hem şu mağlup olan olsak bu şu tarihte şundan diyelim ki bu iş intan bu ülke. Ne biçim dese hazırda hemmeden birisi arabada asmana tartılgan, birisi aldık tartılgan, birisi akı tartılgan, birisi soğuk tartılgan ahvalda biz ortadaki bir mekanizm yani özümüzü kontrol kılış mekanizmini ornatırsak olmaydı ki. Bu dokuladaki soğuk demez bu bir xil tədricatda hakimiyyətdəki bir xil şəkildəki. Məsələn, biz G'ulcudagi məşrət deyimiz var. Məsələn, G'ulcudagi məşrətdə nurg'un adamlar ko'ngli xarakter o'bidan deydi. Bu mening nazarimda G'ulcudagi məşrət bir xil hakimiyyət şəkli. Yani Uyg'urlarninki o'zininki ishlarini o'zininki muzarakir qilish orqali bartaraf qilish. Bu ma da'vat qilinganmi ma'lum qildiki o'zimizning chet eldagi hakimiyati yo'q taqvolmasdan uning o'rnini bulab qo'yadilar. Cidel maceralar, talaş tartışlar, eniksizlikler bu bir. İkincisi aldığımız yani nurg'unlagan ciddi kitaplar işler var. Onun cevap verdiği kandarlaş mesele işler hiç kadar değil. Bu iş cihazında biz milletninki nimesiga erişken, hürmetiga erişken, nilla benim başka cihetten kurulmuş inten yaxshi bir şahslardan her sahada kelgan bir şahslardan buni qanday saylaymiz ana bu yerda buni mandat ishlatdi. Chunki biz o'tganda sürgünde hükümetninki ishini aralashgan vaqtimizda ba'zilar bizdan söylashgan onlar ko'p demadi, ammo ba'zilar bizdan tutar chiqarib kim sana bu huquqni badiiy degan bir gapni qildi ekan. Chunki men bir ishimiz narsa o'tirib chiqib kelgan ish uchun bu. Demak, bu yerda qonuniylik degan gap bo'ldi ekan bu yerda. Shunga agar qonuniylikni biz saylam qilamiz yoki bir dunyoviy saylam qilsak bu murakkab bo'lib ketadi. Şu her qaysi davlatdagi cho'nglarning ko'rsatish orqali shunday bir sistemini o'rnatsak, hozir qurilmani keyin taraqqiy qiladi bu, boshqa narsa qiladi. Hech bo'lmasa hozirgidek bir-birimizni nanmayadi o'tirib, yarimizni erqatimizni o'ttirgandan bir madaniy hem zamaneli hem bir keskinleşken hem bir kanuni yani kanuniden hoşlanırsak kanuni bir şekilde bertaraf kılmamız yaxşı. Çünkü bizim işimizde en arkada özümüz hal kılmasak hakkı vermeydi. Eğer özümüzün işimizde müşkülat hal kılış tükenmesek çoğu işlerini müstakil bir işler tekim kılamayız. Şunu ben bununla tamamen katılıyorum. Ama oylaş gerek bu ne? Çünkü ötkende bizimki azrak abadiyetten tecrübemizde bazı yetersizlikler oldu ama yani ünlü oldu neredeyse. Şimdi mağlup olan işimiz var. Şu bu cihetleri kapat bunu kılıç bulduğunda şahsen ben bu işe kapat sıkıntıdan güzeliydi. Hem bunun ünlü verdiğinde aslında işinime. Böyle başka karşılık bakıyordu. Biz işi kirgenliğine, ubulunu tırlap bakıyordu, ses bakıyordu, ubul bakıyordu. Ama bu bir mekanizm ornatılmışsa aman halk bulanın gibine, aman bir doğrulamasa anlayacağım oldu bulanın hizmetten, benim tecrübemden ve güçüşümden ve jirak görüşümden çok bir istifade bir şey oldu. Endi Mehmet'in efendi biz aramızda bir gapni deb qo'yibla asta-asta unutilib qolgan ishlar yo'q. Mush ishqa siz bosh bera olasizmi masalan? Ya ben baş bulay desem bunun da dedim bu kanunlukta mümkün. Çünkü atrafımızdaki 6 adamni tanlash imkon qilingan bunga. Hallıqlı buludu ama qaysi şekilde saylandıramdı. Raisini tam da mesela şu Facebook'ta kiripler raisini aslatma bunun bir yok ama benimki ortalığa çıkıp şimdi akvalım olduğunda ya ki hazırki her qaysi devletlerdeki şirkçonları ya teşkilatların olsa bulma çünkü teşkilatların adı çıkıp kaldıran bulmayı burada. Teşkilatlar katlaşmağa beterek adamlarını tanılangan yaxşı bulundu. Çünkü biz teşkilatlar adındaki ziddiyetlerden kiriştirgan orada çıkımız diye kararlıysa o vakti aşında buldu. Şuna bunun da
biz oldindan bir tayyorlik komiteti qurib, ondan maslahatlashib, 7 odamni o'tirib chiqirdigan bir ishli mexanizmni o'rnasak bo'ldi. Men buningga endi siz meni ko'rsiz, men buni desam, yana meni qonuniyligim bo'lmaydi buningda. Buni bir o'ylashni. Ammo men buni va'da berib, agar bundan ishqi men chaqirilib qolsam, kimlar chaqirildi, qanday chaqirildi, buni qarashim kerak. O vaqtimizda men o'zimni bu ishni atsam, men burim atab baqqan odam, men bundan hech bir nimani boshlatmayman deyishdim. Hem bu yerde belki adli bir usul hem önümlük usul raysanaş buluş mümkün. Mesela deylik, ağabey degandek halkımız itiraf kıldıgan hem tonuyduğun, hürmetleydiğin adamdan bir 10 adamdan ki ya 15 adamdan ismini çıkarıp bir tizimli çıkarıp. Mesela Uygurlar köpürek boğan Facebook'ta. Muşunun işinden avaz verenler muşu sotka ya sot demdok ya başka nesli demdok. Aşınıga muşu 7 adam tanışımız gerek. Avaz verenler desek halkımız avaz verse bu bir yolu veya ki bir neçe mühim Uygurların köpürek devletten muşu bizden aksakallarımız olsun veya ki başkalarımız hemen adam tanıydıgan, hürmetlediğin adamlarımızga bir adam gösterip deyiş arkalık bir vekil çıkarpası mı boludu mesela. Anladık ki bu tizimlikni halkımızga taşlap, muşundaq bir narsa qilmoqchi biz. Deb halkımızdan bir fikrini anlagandan keyin mutlaq ko'p qismi qo'shilsa, shuni e'tirof qiliblar, darhol yo'lga qo'ysak bek yaxshi bo'ladi-da. Chunki xalqimiz to'g'ri, agar buning uchun yana bir tashviqotga ehtiyoj bo'ladi va ish bu shuni siz boshdan turib bersangiz. Tabii men boshdan oxir bor bu ishda. Biz azroq men o'ylashay, maslahatlashib qilay. Buningda cho'qim o'tgandek menda tanlab olmay, buni cho'qim xalqniki ovoz berishni o'ylash kerak. Masalan, manda bir yo'l bor-da, masalan sizniki azroq bir tuzish bersam, Facebookda chiqarsa, shu ovoz berganlardan agar ovoz berganlarninki salohiyati chiqib qolib, chunki Xitoyning aralashishini to'sishimiz kerak buning uchun. En sevdiğim şu, en qiyinlik derecede şu bir yerden. Çünkü Facebook'ta işitilgen bir rayon bo'lgandan keyin uni kontrol qilmoq ta'sir qiluvchi bu. Buningga endi men daralda siz daralda isim kelgani Facebook'ta yo'q ma'lum odamlar ko'p emasmi, rasmi yo'q, ismi yo'q. Ularnikini e'tirof qilmay, rasmi bilan, o'zining ismi bilan aniq o'tirib chiqqanlarnikini sanısak. Ne demek ki şeylerde, eğer biz avaz bergiçlerdeki salayetini körelirsek, onun salayetlik avaz beriş kılarsak, o vaktin özde ismi mevhum, resmi yok, ahvalı hem devletinin yazışı olsa, şu hatta o ne şu devletin sürüşünü kılarsak misal. Çünkü bunu avaz bergiçler çok bir enseydiği iş yok mu ya da birerse, şunu da kapayetli kılarsak hesap olur bunu. Ya ki fakat bulmasa, devletler boyunca, kağızlık olsun mu, ne mi kılır? Bunun tesiri var, bunun gibi o'ylash kerak bo'ladi. Mesela maxsus bir IT biladigan bir odam bilan maslahatlanish kerak ekan buni. Ammo faqat bo'lmasa siz degandek har bir davlatdan bir ikkidan odamlarni chiqarib turib, o'zaro bir yerga kelib turib, ichki qismimizni talash tartish qilib turib, nima qilib avval bir 10-20 dak ishonchli odamni tepib, ichki qismimizni tanlab, 7 odamni o'tirib chiqib xalqimizga ko'rsatsak bo'ladi. Endi men bilmem efendim siz bek aldırış adam ama muşundaq bir mühim işler kılınmadı, şu ameli işler. Olsa azırak vaxtınızda ajratib bize oynayıp baksanız bir yolunu tapqandan keyin bir medirsaq bo'ladi. Ya'ni hech bo'lmasa ashta haqni ayirib turadigan bir sotga o'xshash birimiz bo'lsa, bu yakun chiqqandan keyin uni hurmatlamay amal yo'q degan. Xalqimiz bisim qiladi deydi xato qilayotganlar uchun. Shunga mushu ishni endi sizmi to'g'ri ko'rdingiz, unda bo'lgandan keyin tashviqot ishiga biz mas'ul bo'lsak, ama bu iş amalga oshsa pek yaxshi bo'ladi. Bo'ladi, ammo agar bolalarda agar mush programmani ko'rayotgan bugungi bolalarning yana fikrlari bo'lsa, agar qoldirib qo'ysa, shuni aks uchun, masalan, qaysi xil usul yaxshi, hozir biz bir metodga muhtoj bo'lyapmiz-ku. Ya'ni bu saylanganlarningki qonuniylik masalasi bor bu yerda. U cho'qim hamma odam bo'lmasmi, asosiy yoki mühim adamlarınki qo'llashiga erishmasa ularning gibi gap bo'lmaydi anaqasiz. Çünkü seni kim saylagan deydi, degan ish chiqar eng oddiysi. Shunga mush jihatda mush ko'rayotgan qarindoshlarimizning fikrini qo'ysa, bugungi shu Facebook'dagi programma asla qo'ysa, andan keyin jasorat ikkimiz shuni qarab turib, ozroq bir qaranglasak, bu programmadan keyin buni o'ylashda siznikinde biz bir asosiy bir baza qilib turib, mush aqlashish uchun tashviqot jihatda buni bir harakatni qilishni bir nima to'g'ri tushunadi mumkin. Ama balaların fikir versin, qaysi xil yo'l eng yaxshi? Bu yer ehtimal bexatarlik masalasi var, salohiyat masalasi var. Bu ishniki mesela nemishlarini qilish masalasimiz var. Qaysi xil o'lcham bo'lish kerak bu odamlarda? Bularning xizmat doirasi qanday bo'lish kerak? Bularni kim nazorat qiladi? Bularni mesela yetmadan yana nazorat qiladigan bir
mexanizm bo'lish kerakmi? Qanda bularning yillik xizmati qanday bo'ladi? Masalan, bularningki azroq chiqim bo'lar, masalan, bek az qilimiz deymiz. Bo'pqas qanday qilamiz? Bularningki keskin hukmlarni ijro qilishda qanday to'saqlik bo'lmas, buni qanday qilamiz? Qatorliq nurg'ula inchki masalalar bor-ku. Mush masalalar to'g'risida bolalarga bas-basli fikr bersa, eng muhim mush masalaga markaziy amaliy chiqadi. Shuni qarab turib, andan keyin bizga buni bir tafsiliy bir yozim bir loyiha tuzib, buni o'tirib qo'yib, sistemli qilib ish qilaylik buni. Ammo bu sistemli ish deganim vaqt chiqib ketadi deganim emas. Ammo mening mijozimda buni sistemli qilmasak bo'lmaydi. Yezib turib, modda bo'yicha qilib turib, hammani oldimizga o'tkazib olgandan keyin shu bo'yicha muqarrar ijro qilgan bir ish qilamiz. Yepim keldi. Endi hozirgacha qaraq yozayotganlar Mamtunullo apandan bu mas'uliyatni ustingizga eling deb yozyotdi ko'pincha. Ammo usul abay degan bir necha savollarimga javob bersin bular. Nurg'un inchki masalalar bor-ku. Avval xalqimizning bir maslahati bo'lsin, o'sha bizning siyog'an bir maslahatimiz bo'lsin. Mush so'rinni bugungi so'zlagan so'zamlariningki xosiyati mush bo'lsin degan sizlarga. Mush to'g'risi bizni bir yetaklar, anadan biz sizlarni yetaklaydi aslan. Qanday? Tamam, shunday qilaylik. Ko'rguvchilarmi meningcha o'z fikrdan o'tirib qo'ydi. Ham bundan keyin bir necha kungacha oz bo'lmagan fikrlar tushishi mumkin. Biz kategoriyalashtirib, anadan keyin bir masala ishlandi. Qanday? Tamam, shunday qilaylik. Ammo qandaqli bo'lmasin, bu ishniki nihoyatda tez orada ishga tushishini bek umid qilamiz, chunki shunday bir mexanizm bizga to'g'ri bo'lyapti hozir. Oxirida men bir necha jumlani so'rab ko'p vaqtingizni oldim. Rahmat, sizni yana tutib o'tirish qiziqyapman. Savollarim ko'pdi. Ammo bir necha jumlani qisqa o'qay. Siz bu jumlalarniki to'g'ri, xato bo'lganligiga qisqa bir yakun bersangiz yani. Birinchisi, millatimiz oxirgi nafsini elayotdi. Shuning bilan bir vaqtda xalqaro bizning mustaqilligimizni qo'lga keltirishimizga intayin foydali muhit ham borliqqa kelyotdi. Agar biz bu fursatni qo'ldan berib qo'ysak, mangulik zavollikqa duchor bo'lishimiz mumkin. Ketleme. Qo'shilasiz yani, tamam. Ammo bir nuqta bor, chunki shu bir nuqta bor, mustaqilligimiz degan gapchi, ehtimol bizning masalamiz oldirab mustaqillikda hozirning o'zi hal bo'lmasligi mumkin, lekin uzun mezgilda bundan voz kechsak bo'lmaydi. İkincisi, burunqidek birli markazni qayta borliqqa keltirishda Rabia xonimning o'ynaydigan roli cho'ng. Hozirgi tasvirligisiz chechilong'uliqni keltirib chiqarganmi Rabia xonim, ham uni o'ngishlaydiganmi Rabia xonim? Ben Rabia Qadir xonimning bu ishda rol o'ynashini umid qilaman. Ammo hozir yana bizningki boshqa o'zini yetakchilayotgan cho'nglarimiz bor. Bular texnik ovoz qatmayotdi. Men bularni o'tgan chiqitib chaqirib bo'ldim. Ular aldım bilmayman. Bularning ichida yana Erkin Olibtekin bor. Akimiz bor. Masalan, G'ulom kam bor buning orasida, cho'nglarning orasida. Abduqodir Yapjan akimiz bor. Yana mush qatorliq Qozog'istondami bir necha akillarimiz bor. Mushlarninkimi yana oldi bilan men o'tganda bir buni bir mantiqsiz o'tirib qo'ygan. Ya'ni butun nemilik bizga miros qolgan jidalning bir qismi cho'nglardan qolgan. Cho'nglar birlish bu yerda eng oxirida hayotining eng oxirida va millatning beshini bir yerga ekkab qo'ymasa, bularningki butun hayotini qiygan barliq siyosiy ishlarning hammasini o'lib tamlab ketgan oxirsida. Çünkü ben bularni hammasini qildim demoqchi emas. Buni sababini aytib turgan, ammo bular hozir mushuni ko'rib turib, ya'ni mushning harakat qilmasa, boshqa harakatlar hammasi mening nazarimda arzimaydi. Nolga ta'minlaydi. Tamam. Yana birisi da'voda iqtisod muhim. Yangi muhitda mustaqillikni oshkora tashabbus qilayotgan tashkilotlarning NID'dek organlardan iqtisodiy yordam olishi mumkin bo'ladigan bir ish. Hem de ND'ninki hozircha men mustaqillikni pul berib bakını anlamadım. Ama iqtisod ne? Bizdek bir milletninki ko'p manbalik iqtisodiy bir asosi bo'lishi kerakda. Anadaki ikincisi o'tgandan bir qatam so'zganimda bir narsani dedim. Bu millatda, bularning millatning boylarida iqtisodiy jihatdan içindiğe yerlerim, men bildiğin nurg'un boylar shu boyliqlarni vatandan sirtqa chiqib turib, ma'lum jihatdan bu ishlarga yordamlarni Xitoyning qo'lida bayram bo'lib ketdi.
Ama g'alitiri bizning millatimizda shunday uyutilganki asoratda, siyosiy asoratda. Ular iqtisodini Xitoy musodara qilib qolsa g'im qilmaydiki, o'zining ozodligini berishni ansiraydi. Ammo buning sababi bor. Chunki iqtisod berilgan vaqt yaxshi ishlatilmagan yerim bor bu yerda. Ularning jazolanishdan qo'rqishim bor, man bor, yana boshqasi bor. Demak, o'g'lim, men Uyg'ur boylarga murojaat qilaman. Biz hozir bizningki kiyib kiyimimiz, tushirayotgan maishimiz nolga hozir. Biz g'ururimiz tarixdagi hech qanday millatnikidek dafsanda bo'lib, hech qanday millatning g'ururi bizniki dafsanda bo'lmagan. Bu ahvol asla ash pullarda bizningki vujud surishimizning o'zi bizningki axloqni emas, psixikani kasalmanlik manganligini bildiradi. Mush g'ururni ko'tarib turib, ash vujudni yana sürersak, mush millatimizdan mush qantar tashab ahvolini o'zini ishlatmasak, bu pullar menimcha zaharli pullar bo'ladi. Kasalman pullar bo'ladi. Anda üçüncüsü, biz ana o'zimizningki bu gap yamancha takrorlanib ketgan gap, bu pul tepish yo'llarini kengaytmasak bo'lmaydi. Zamonaviy texnikalar bilan tor savdosi, IT savdosi yana texnik qator nurg'un yangi texnikalar bor. Bu yerda biz bir avlod umidlik jinoyatni ko'rdigan kasbchilik, ijodchiliklar bir bolalarga muhtoj bo'lamiz biz, yoshlarga muhtoj bo'lamiz biz. Pul tepishda yangi yo'llarga yetishimiz kerak. Yana bir cümle. Çoğun birlikni qaytadan ishga oshirishda hozir xalqni aldab yurgan jonbaqti da'vogarlarni sapdan ayirib o'tish kerak. Chunki xalq ularning da'vodagi samimiyatiga endi ishonmaydi. Ayirib o'tish kerak. Ammo ularning atrofida ularni qo'llayotgan, ularning orqasida ularni qo'llayotgan texnik cho'ng kishilar bor. Agar u kishilar bo'lmasa, bu ishlarda biz bu qadar nolib faryod ko'tarib birlashishni deb bu qadar qilib ketmaydi. Odat bo'lmaydi. Bu hozirgida qirilayotgan ahvolda birlashamaslikning o'zi bizni birlashtirayotgan kuchlikning ne qadar zo'rligini bildirdi. O'zimizning galvonligi, o'zimizning tejmanligimiz bor, uni e'tirof qilaman. Ammo bizning birlashtirayotgan kuchlar intayin kuchli bu yerda. Shunga endi mening deganim hozir bir necha bir tanqisligimiz bor. Yangi tashkilot qurib chiqdi desak, yana bu tashkilot ma'lumotlarga qarshi ziddat tutib, yana üzülme sizde kişiyiz. Birleşin desek, birleştirilme evatımız. Qanday qilish kerak afalasida. Ya çoğun teşkilat kurgulu bo'lmaydi hozir, ya ma teşkilatlarni birleştirib çoğun teşkilat qilg'ili bo'lmaydi. Atirib qarsak at o'ladi, matirib qarsak armishonligan ahvollar bo'ladi. Her ikki tarafdan biz midirlayolmas bo'layotimiz. Ma qo'rqinish avval. Diqqat qilamiz qarindoshlar. Uyg'urlarning tashkilotchiga qo'rqinish avval. Endi buningdagi mushu tanqislikni biz öteşteki yol nima degan vaqtda ba'zi tashkilotlar bor. Ularning ishi xili yaxshi menyapti. Ham ba'zilari bilan ba'zi tushunishga nima bo'ldi. Bular ham shu Sharq Turkiston so'ygundagi metrga qilgan ishlari haqiqatan odamni suyundiradigan ish. Ham bularningki xalqlar qilayotgan ishlarmi intayin nima? Men qaysi bir so'zdan bularningki bir tvistda, ya'ni Sharq Turkiston so'ygundagi dokumentiningki hükümetin kurulmasını tekademi ekip başkanı kabul kılıp kengaytish to'g'risida. Bu bir xil yo'l. Anadaki bizde Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi var. Bu partinin bolalari bilan mening ilgari asli aloqam bo'lgan, bular ba'zida dars o'tgan. Bularni men nurg'ulagan umidlik yoshlarni ko'rdim. Bularning zo'r bir kuch. Ammo bularning kelgusida taraqqiy qilishida yanada boshqa kuchlar bilan birlashishni iborat bunday bir zaruriyati bor bularningki. Buni ham sal qilishga bo'lmaydi. Demak, o'g'lim, mushundaq ahvol aslida o'zallik ishongan tashkilotlarning orqasida ko'proq mang'idinglar yaxshi. Bo'lmasa, ikki toshning orasida siqilib qolamiz. Ya cho'ngni qurolmaymiz, ya hozirdan birlashtirolmay qolamiz. Uningdan birsini kuchlantirib, bag'asini cho'ng'aytish kerak. Anda boshqani besvat keladi. Boshqa amal yo'q hozircha. Yana birisi tashkilot rahbarlarining bir yerga kelolmaganiga o'xshash ziyolilarimizmi ideologiya, subyektiv ko'z qarash, mustaqillikqa bo'lgan ishonch va saviya qatorliq sabablar tufayli bir qancha xilga ayrilib ketgan. Ammo ular aqlli bo'lg'achqa cho'ng birlikni mavqe qilib turib, oldin birlashadi.
Qaytilmay bununğa endi aqllıqmı bulab ketmegendok, ihtimal kasaplık kılıvatqandok, qarmaq çoğ jihatini bilye kelgen. Ama çaqçaqlıqqa biroz ketmi qilay, u ziyolilarninki bek eg'ir bo'linib ketganligi deb qaramayman men. U faqat bizdiki masalan ziyolilarda hech zamon, masalan mening ko'rgan ziyolilarimda qo'rqanchoq bo'lsin-u yoki u bilim jihatida egizpas bo'lsin-u, ammo cho'ngroq masalan Uyg'urning yo'qotilishiga qarata qo'shilib ketadigan yoki Xitoy beqindigan yoki nima qilganlar bek oz ko'rmayman undan, yoki yo'shiladigan nima qilganda oz ko'rmayman. Çoğ cihetinde elbette ziyarelerdeki ma'lum hamkorlikni ko'ralayman, ham o'rnatib bo'lib deb qaralayman. Ammo mening ansiraydig'anim hozir tashkilotlar o'rtasidagi bu ziddiyatlarninki cho'nqurligi. Ziyarelda o kadar, uning ustiga ziyarelda cho'ng ego yo'q. Ziyarelda huquqqa erishmanlik bo'lmaydi. Uning ustiga ziyarelda bir xalqni ergashtirib andaq qilib deydigan mandaq bir narsa yo'q bizda. Shuning uchun bizda o'zimizga yarasharoq ish qilamiz va çoğ cihetde karnı yapıp gitmemiz. Fakat mevkasımız yok. Cülkümüz tom yakın sözleyemeyiz, köp kısmımız. Ama şunda bozma yaman genimiz tekke vakta yeri bir yaşayışımız mümkün. Çoğ menfaat dokunuşu yok bizde. Bularına azı ziyadelerimiz de karayman ama teşkilatlar bu başka bir Ahirqisi, Xitoyning niyati bu qatim bakma yomon va oshkora. Ammo aniqki, ular Uyg'urlarni hargizmo yo'q qilib o'tolmaydi. Bu sen logika tushmaydigan gapkan. Xitoyninki bu qadar vahshiy bo'lsa, nemish bu Uyg'urni Xitoyninki bu qadar vahshiylik bilan Uyg'urni yayron qilishni to'sab qolgan kuch nima bor bu yerda? Yo'q, bunday kuch yo'q. Xitoylar faqatla Uyg'urni masalan yo'qotqilib bo'lmaydi degan gapninki bir nima bo'lish kerak, bir aniqlik bo'lish kerak. Mesela deyli, vatandakilarni masalan, mening qiyosim, ikkinchi qiyos bu, men bu rasistning o'zimda bir millatni chirik o'simlik odamlarga aylantirib qo'yishni yo'qotmaydi deyish kerakmi? Yo'qotdi deyish kerakmi? Yo'qotdi deyish kerak mencha. Yo'qotdi deyish kerak. Bizga bir tanninki nafas berib turishlar yetarli emas. Bizga hattoki bir kallanınki normal aqli tafakkur qilishlar yetarli emas. Bizga biz talabga chiqsak erkin ma'nolaydigan va erkin harakat qila oladigan, garchi ilgirgidek bo'lsin-u, Xitoyninki shu qonxo'r armiyasining ostida yashayapsakmi, har holda u yerdan bu yerga berib o'zimizning kunlik ajnab bir narsa intan muhim bizga. Ammo bunday narsaning kelishi, masalan deydi, Xitoy hozir bizni vaqt bilan zamandaki koordinasyondan her qanday tutalaydi Sharq Turkistonda. Chunki ikkita qatlam kameralar buni qilalaydi. Ikkinchisi bizning badanimizdan xaritasi Xitoyning qo'lida, DNAsi Xitoyning qo'lida. Demak biz tashqi koordinatsiya va ichki koordinatsiyaga umumyuzlik Xitoyningki kontrollik ostida. Bunday ahvol ostida Xitoyning ash vahshiyligidan ehtimol hozir Xitoylar faqat G'arbningki qarshiligi va kelgusdagi o'zi uchraydigan jinoyatninki nimasidan azroq o'zini tushirayotgan bo'lishi mumkin. Agar G'arbning besimi azroq ojizda qolib qolsa ta'sir qilish ta'siri bor. Hamda biz hayot qoldirganlar chet eldagilar. Ammo bu hayot qilish uchun yana o'xshash. Chet elda agar psixik asorat eg'irlab ketsa, bu yerda hammamiz unda olmaydi. Buni chiqadigan bo'ldi, g'alaba qiladigan bo'ldi, hatto qaytarib olmaydigan bo'ldi. Shunday bo'lyapti. Ama chet elde bu bizden mevcutluğumuz bu internet aslında. Çünkü biz azat ak katliamga vasıtlık tesir kuşatımız. İkincisi köz aldığımızda biz yaşayan devletlerde, bulatma Avrupa'da hazırki İslamofobiyanın küçüşü yeni bir baldak götürüldü. Avrupa'da bunun keyinki ahvallar bulatma İslam siyaseti radikal öldürüş mümkün. Bu vakitte bizge naiti tar ve az kallaşlar kalıyor Avrupa'da. Çünkü bugünkü Paris'teki katillik, 3. katımlı katillik Avrupalıklarınki intihar küçük imkas kılışını keltirip çıkırdı. Karab turistler. Demek muş ahvalda Uygurlarının özününki İslami kimliki, milli kimlikine tilimize meselesi var. O yerinde uzun bir mesele. Muşlar arkalık özümüzü saklap kalışımızda Garip'te intihar kıyımı toktaydı bunun.
Şuna her cihetten bunun için abay dedim o ben. Bir milletten akılları, cemiyetten adamları kelip bana boşunda meselelerde kandak kılıç doğrultusunda bir strateji tutuşumuz gerek meselemiz. Kim oynadı bunu? Oynasak bak kançaklaladınız bunu. Bunu ben bir yerde sözlesem, ben bunu da numus kılımam kardeşlerim, nasıl gitmese. Ben bir sözlep kalsam da bulmaydı o. Bunu hemimiz biliyordunuz, ben emez. Bununla PhD'lik etmek bu nesini bilişke. Hemin yolu biliyordunuz. Ama biliyordunuz, hareket yok. Ben de şunu söyleyeyim. Bu kuruk, vezkalık kılışın haceti yok. Bunu Uygurlar bunu depremsek mi bölümümüz emrimiz alır. Kandak kılış gerek. Yüzümüzde kandak kılışın kuyuk düşünsek olmaydı hem de. Her bir başkuşu sızıp şırgınç mangosak olmaydı. Bunun için birleş gerekti. Ben biz hafta ya gibi abstrak bir birleşi demeye vatkandım esle. Biz hakiki bir yer keptirip bu ciddi meselelerini ciddiye kılışımız gerekti. Bu ciddiyet bizde görülmeyotdu. Ben bu Uygurlarınki yüzde kutuzuşluğu bir hakiki bir işin çıkıvatkalık işten deymen. Çünkü bu ciddiyet yok, bu ciddiyet hakiki öğretmen alıyordu. Bu oxirgi jumlaniki mantiqsiz ekanligi men kesim qilolmagan, ammo bir reallik borki, aramizda shundoq bir ishonch bor. Mayli shuar bo'lsin, ishonch bo'lsin, Uyg'urni qanday bo'lmasa yo'qotolmaydi deydigan bir ishonch bor-da. Bu gapni jiq anglab ketdim. Shunga sizdan bir to'g'ri javob berishga tirishdim. Javobni oldim. Ko'p rahmat. Qisqa bir xulosalsam, Mamtumin Ali apandi millatimizga bo'lib hozirgidek jiddiy vaziyatda sizga o'xshash bir vijdon egasi va aql egasiniki doğrudek bo'layotganligi hammamizga ayon. Shunga siz bilan doim shundoq suhbatlashib turish, ham sizdan jiq narsalarni o'rganib olishga ehtiyojimiz bor. Bugun 2,5 soatdan ortiq vaqtingizni oldim-yu, ammo oz bo'lmagan narsalarni o'rganib oldik. Ham men bilan tangla oz bo'lmagan qarindoshlarimiz oz bo'lmagan narsalarni o'rganib oldik deb o'ylayman. Sizga nihoyatda ciddi ehtiyacımız var Mamtumin apandi. Sizden aldıraşlığınızı bilimiz. Ama muştaq ciddi keskin meselelerge bir vicdan egisinden, haqiqiy bir ziyolidan cevap verishga ehtiyacımız bo'lganda, yani sizga ehtiyacımız tushidi, yani sizni izlaymiz. Bizga pat-pat muştaq vaqt ajratib turishingizni umid qilamiz. Ham Alloh teningizni salomat qilsin. Oxirida bugun mushunchalar vaqt ajratib bizga 2,5-3 soat ekranda birga turib aytganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Bayliginimdek Alloh teningizni salomat qilsin, aqlingizni ziyoda qilsin, turmushingizni xotirjam qilsin. Rahmat. Allohga rahmat. Allohga emanet. Yana bir kun ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr-omsa. Efendim, ma'qlamsa. Xayr, Allohga emanet emsa. Ma'qlamsa. Xayr. O'zinglarni assalom olsa. Ma'qlam. Xo'sh. Abduri Ahmet Egenberdi. Kök maykılık ay çöktüm. İsmin kimdir ey canım? Ben bilenme hep heyran. Ya Mayim Han, ya Rızvan.